Assalomu alaykum dunyoning har qaysi yashayotgan aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyi do'stinglar. Ahmad Qashg'aridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga chet ellarda yashayotgan vatandoshlarimiz orasida o'zgacha fikrlar bilan osqish qilayotgan, hozir Belgiyada turayotgan vatandoshimiz Najmiddin Sherif afandini alohida taklif qildik. Bugun diqqatingizga qarindishimizningki da'vo yo'lida başından kechgan kechmishlaridan biriga o'zining hosilatlarini, tecrübe saboqlarini ve küzatishlardan hosil qilgan fikrlarini birlikte o'rtoqlashamiz inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli Najmiddin apandim, hoş geldiniz. Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Uzun bo'ldi teklif qildik. Bugün nasipmiş, Allah nasip qildi. Qisqa bir muddatda ciddi bir program qilish to'g'ri kelib qoldi. Davetimiz tekrar bo'langandan keyin bugun Allah'ın rahmetiyle qarindoshlarimiz bilgan nasibdor bo'lsa, jamoangizni ko'rib turibdik, Allohga shukr. Xo'sh, ikkishni gapni nereden boshlaymiz? Avval o'zingizni bir kichik tanishtirishdan boshlab bergan bo'lsangiz, nurg'un qarindoshlar vatanning ichida tanidi, vatan sirtidagilar tanimaganlar bo'ldi. Agar to'g'ri ko'rsangiz, bir qisqa tarjimonangizni bayon qilib o'tib ketsangiz, kimning og'zidan nima anglayotganligimizni to'liq bilishga qarindoshlarimizni biz sam bo'lsa ko'ngildi. Marhamat. Bulur rahmet. Ben Necmiddin Sherif 1974 yılı Aksu vilayetinin şehir naisi to'ldim. Endi men o'zim haqida to'xtalganimda davomli mening jamiyatning kirib chiqishim haqida to'xtalish to'g'ri keladi. Chunki mening hayotim bo'yi qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarim asosan bizning jamiyatimizning muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'landi deb qarayman. Bizning jamiyatimiz bir qadar ko'zga ko'ringan bo'limiz Arshidun Qumliq Zo'zongtanning zamonasida Zo'zongdan qarshi partizanlik urush qilib nom qozongan bir odam. Uning o'g'li Imomobda 30-yildagi Cumhuriyet inqilobiga Aqso'ning siyosiy qo'zg'olonchilarning rahbari bo'lgan. Shu qo'zg'olonchilarni iqtisod bilan ta'minlab, Takucha, Qashqargacha urush qilib borgan odam. Keyin bir bizning jamiyat tarafidan shayx muftiy qilib tayinlangan, so'ng uni imom muftiy deydi. Uning o'g'li Sherif Ramullam deb qo'yamiz. Shervaqon xalifdan bo'lsa 30-yildagi shu Cumhuriyet'te asker bo'lgan, shuning bilan birlikda Qashqarlik madrasada o'qib, ko'p xil fanlarda ko'zga ko'ringan, qaytib kelgandan keyin shayoda fanni va diniy ma'rifda nurg'un o'quvchi tarbiyalar shayon oilasininki zamonaviy dunyoga kirishida turli rol o'ynagan odam. Dadamning o'quvchilaridan birinchi o'rtaning o'quvchilari, maktab mudirlari va shayoning diniy sohadagi xodimlari hammasidek bor. Masalan, hozir shu Atavullah shayoninki o'lmalar kengashidagi ustoz, tunji ustoz bo'lgan Qosim To'qala bizning dadamning shogirdlari bo'ldi. Ondan boshqa Misr Aziz Maqsudning dadasi Mishtaqning xalifdan deganlarmi dadamning eng ko'ni toliblaridan biri. Bunda bo'lgandan bu shayoda Sherif domlaning navrisi deb bizni Najmiddin Qarim Najmiddin Maqsud deb qo'yib, ish vaqtimizda atimizni Qamariddin Maqsud aytdi. Bizning shu diniy oilada diniy ma'rif cho'ng bo'lgan. Keyin shu oiladan kelgan bir an'ana bilan endi mening bu Zo'zongtanmi partizanlik urush jarayonida yo'qolib ketganlik bu Zo'zongtan jarayonidagi Imomobda bo'lgan nima? Arshidun Qumliq bo'limiz. Imomobda bo'lganimizmi Xo'jayinlar saqlagan jig'inlar ketib yo'qolib ketib, uning qabrisi yo'q. Imomlarmi turmada uzun mazgil yetib, turmadan chiqib necha kun qamayli vafot bo'lgan, ojiz chiqib, unda bo'lgandan keyin uning ustiga dadam o'lib ketgan vaqtda shunday bir katta namoz bo'lgan ekan, 10-20 ming odam chiqib deganda. Bu ko'ch ko'yildi, kishilar ko'rsa, voy shaytonlarning navrisi ekan deb boshlarimizni silab, akiltib, o'chaqda otam turmada biz bak katta odamning bolasiga o'xshaymiz deb shu hissiyat bilan cho'ng bo'ldik. Keyin bu atam bilan dinda panda tang tarbiyalandik. Atamning tarbiyasi bilan arab tilini ancha o'rgangan bo'ldik. Men o'rta maktab vaqtimda shu balkim oilaning ta'siri bilan bo'lsa kerak. Do'stlik vaqtimda bir islat tashkiloti deb tashlab qurdik. Biz tavhidning tarjimonlik unumnayt bir ilhom oldik. Uning ustiga atamning kichigimizda bizga islom marshini davlat jumhuriyatning mustaqillik marshini uytatdi. Bizga o'rgangan marshimiz hozirgi biz anglayotgan jumhuriyat marshini sal farqli bir xil ohangda o'rgangan. Bunda bo'lgandan keyin balkim shuning ta'siri bo'lsa kerak, men to'liqsizlar bir tashlab qurib qoldik bolalar bilan 30-40 bolalarni atrofimizga yig'ib islohot tashkiloti deb tashlab qurdik. Buning asosligi Sharq Turkiston tarixini o'rganish, bolalarga urug' silishda pataytdik o'chaqda. Endi o'chaqda kelganimizda bu bizning o'rta maktabda o'qigan ekan bolalar vatanning joy-joylariga, Qashqarga va yoki Xotanga va yoki Urumchiga o'qishga bordi va hattoki bo'lgan qadar bular shu borgan yerda o'zining ideyasini taqatsa, biz fikr vatanning joy-joylariga tarqalgan bir to'r qurish imkoniyatiga ega bo'la olamiz deb biz shu chaqda Filistin Azad Tashkilotining modelini biz taqdim qilsak bo'ladigan bir xil model deb qaraganda, Kompartiyasining nizomnomasidan foydalanib o'zimizga bir nizomnoma tuzdik. Shu bosqichda harakat qildik. Ammo o'zim qolmay bizning tajribasiz ham bo'lgandan keyin
bu qarsak işimizden ko'nglimiz qanoat topmay Xitoyni bir qo'rqoq deb vatandan qo'g'lab etmasak bizning ishimiz bu chataqkan. Avval shu 40% degan sonni biz 60%ga chiqarib 20% Xitoyni haydayli deyishib, shu boyligi Shaya Kucha 90 oylardagi Xitoylar to'plash bo'ldirishgan rayonga agar Sharq Turkistondan chiqib ketmasang yaxshi kun kelmaysiz degan mazmunda Xitoycha Uyg'urcha shuar yozib chopildimi. Vaqt 4 yosh vaqtim. Necha yosh? 14 yosh vaqtim. Shundan keyin ra'y tekshirib tepib oldi bular. Imla bu barmoq izganda. O'chaqda shifograf yo'q, bosma yo'q. Qo'l yozgan gapmi? Hatta bilatdim, lekin cho'ng qilish uchun ijroqda ko'rilgan bir narsa qilish kerak-da. Shuni bilan qo'lda yozib ekanmiz. Uning ustiga shundoq ehtiyot qilsaqmi, o barmoq izi deganlarga qanday bo'ldi shu. Asosan pochirkini bo'lishi mumkin deb o'yladim, pashib qoldi. Uning ustiga men bu gap so'zda zodi tatnib o'ltamaydim-da. Bu maktabdagi mushtaqaroq fikr qilib degan kun ayni rejimdan deb ko'rsatib qo'ydim. Men bek so'zlaydigan bo'lgandan keyin u yerda o'tirgan ayt asosli chiqib telefon vaqtida tuyuqsiz kapli uyni aqto'da uydan men yezib qo'lamagan, chaplab qo'lamagan ba'zi bir qog'oz bu narsa chiqqan bo'ldi. Shuning bilan 3 yil kesildim. 14 yosh kirgan odamda bekchiq o'ylanish bo'la-bo'lmaydi haqiqatan. Lekin o chaqdagi o'ylanish hozirgi o'ylanishdan jiq yaxshi ekan. O chaqda odamning reallikka qaraganda g'oyani ichida ko'proq yashagan bo'lgandan keyin turmaga kirib qo'ygan edimmi, men noyat bir faxrlanish hissiyoti bilan qilish pushaymon hissiyoti yo'q. O yerda tayyorlab ketganimda zodi bir qahramonlik hissiyoti bilan endi birinchi qadamni bosgan degandek bir hissiyat bilan kirgan turmaga. Turma o chaqda bir siyosiy niyat yo'q ekan. Turmadagi jinoyatchilar bir 30% Xitoy, o chaqda shaharning nüfusida bir 10% atrofida Xitoy ya yo'q. Ama cinayetçilerin nispetinde Xitoylarning nispeti bir kadar yuqori ekan. Bu odamda o'g'irlar, bosqinchilar, qotillar bir kadar ko'p ekan. 3 yil u yerda 1 yil turmada yotdim. Undan keyin hukm chiqdi. Qarsam bu lojo degan bir gap qildi. O chaqda bu lojo degan narsada ya bir taftish qilmaydi ekan, ya bir sot qilmaydi ekan. Gumonchining boshliqlari o'ltirib, mana manchilik kessak bo'ladi deb kesib qo'yganda, qo'limda bir varaq qog'ozni tutqizib shuning bilan 3 yil kesilgan bo'ldim. Bu hukmnomani herhalde shu chaqda saqlab qo'yib ekanmiz. Keyin bir rasmga tortilib qolib ekan, shu rasmi saqlanib qolibdi. Qog'ozini keyin bir o'ynab turgan vaqtda tortib chiqib ketib qoldi. Hozir qadar kopiyasi bor qo'limda. Men Lojisoga borgandan keyin Lojisoda endi bu 88-yili Barning Cloud'dan 1 yil burungi vaqt joy-joylarda bu ishning anjumaj dag'dug'isi chiqibdi. Xalqlar mushnaq bir shopda bir bola shuar chaplab turmay kirtirgandan keyin o'sha o'rning mazmunini xabar topgan ba'zi odamlar yo'qlab kelgan bo'ldi jatartibala. Avtobus odamlar yo'qlab kelib, ba'zanlar mening dadamni bilib, voy shaytonlarning navrat mushtarishdan kiribdi deb dadamni o'quvchilar asosan bir aqrni yo'qlab kelgan bo'ldi, to'plash degandek. Bu jarayonda kelganlarni meni to'xtamaydiganini tashkil qilishni to'xtatmadim. Bu chaqda turmaga yo'qlab kelgan odamni chiqarib yutatdi bizni. Shu bilan tepib berib, uydan birini tepib boshladi, tamog'imizni itib yeb, kash o'g'ich qaranglashib, kash o'g'anda bo'lgan bo'lgan voqealarni aytib, adab tizimlab kirgizib o'tdi. U yerda idiot aqishni to'xtatmadik. Keyin turmadan chiqib 10 oydan keyin ikkinchi qatim shu turmada qurgan biz. O chaqda 10 dak tashkilot izlab keldi meni joy-joylardan. Bu izlab tashkilotlarning ichida shu hozir Kanadadagi Tuyg'un Abduvelining kabi tashkilot degan yashayib degan bu tashkilotning bolalarimi bor. Biz o chaqda 13 tashkilot birlashib Sharq Turkiston Taraqqiyot partiyasi deb bir partiya qurgan. Endi o chaqda biz dastlab ozodlik tashkiloti deymiz deyishdik, keyin Taraqqiyot partiyasi qurib qoldik. Uningdagi sabab biz o'yladik, bizning barliq masalamiz, mayli davlat qurishdagi nishonimiz bo'lsin, mayli islom tashkilotini qurishga nishonimiz bo'lsin, eng oxirgi nishonimiz o'zimizni dunyodagi boshqa taraqqiyot topgan millatlar bilan o'xshash sanoatda, iqtisodda, madaniyatda, ma'rifatda taraqqiyot topgan bir holatga yetkazishimiz kerak. Biz bilan dunyoning farqi baktoriyib ketdi. Bizning tükki meselemiz taraqqiyotda dunyo bilan mos qadamda o'zimizni dunyoda millatlar bilan barobarlik yetkazish. Unda qo'ygan ozod bo'lgan taqdirdami, mustaqil bo'lgan taqdirdami biz dunyodagi boshqa millatlar bilan barobar bir taraqqiyot sistemasiga kiramasak, u ozodlikning qimmati bo'lmay qoladi. Chunki hozirdan boshlab kelgusida bizning dunyodagi taraqqiyot topgan millatlar, taraqqiyot topgan davlatlarning qatoridan o'rin olish irodamizni biz bildirishimiz kerak deb qarab Taraqqiyot partiyasi qurgan. Turmadan chiqib men maktabda o'qiyman deb borsam olmadi. Shuning bilan u chaqda mening dadamning bir o'quvchisi vali bo'lib qolibdi ekan. O chaqda shu molla maktabda o'qigan odamdan boshqa odamlarni jiq savodi bo'lmasa kerak. Shu Qur'on savodini mening dadamda chiqarib ekan. Bizning noida Sherif domlamning jamoatida biroz yuzimiz bo'lgandan keyin men izlab bordim bu vali odamni, qor vali deb qo'yib. Men maktabga kirsam, bu xat qilsangiz o'tir desam, bu odam g'ingshib turib bilib, men
Bir kun vali mahkamasining oldidan ketmay oxiri chiqsam bu odam g'ing'in qanti mashinasiga tashatdim. Mashinasining ayniga chiqildi. Shunlar ma balni tutib qo'y, nimanda qilib maktabda o'qimsam bo'lmaydimi? Nima ish qilib maktabda o'qimsam men taqanda 7 yoshga kirsam, hayotimni dehqonchilikda o'tsindansiz. Bu deb azroq so'zlasam, u odamga gapim ta'sir qilib qoldi. Men xat yozib beray deb, xat yozib berdi. U valini xatini bir maktabga kirdim, g'ing'in qilmay maktabga oldi. Uning oldida shu o'tkazgan jinoyat har xil sabablar tufaylidan ma'rifdan cheklangan. Ya, shu men chunki turg'ib turib birinchi yilda ixtilom kirib ketdim emasmi? Ha, ha. Shundan olgandan keyin bular ham sen qaysi sinfga kirib o'qiysan dedi, o'zinglar sinfga qilin dedim. Nima qildim, ma'lumni sinfga kirib qo'ydim. Adam maktab imtihonlariga sinfga ketsam bo'ldi kelsan deb 11 sinfga kirib qo'ydi. Yosh qarabmi ya? Ya, yoshning masalasi emas, turmada 3 yil qanday asosan. Xanusini burun asosan bak yaxshi bilmaydim. Garchi fizik, jo'grafiyada nayt yaxshi bo'lsam-mu, adabiyotda. Adabiyotga havasim shu boshlang'ich boshlangan meni. Aslida yozuvchi bo'lish, shoir bo'lish havasim bor edi. Mening shu chog'dan tortib hozir qadar she'rni to'xtatmayman, ammo keyin men qarasam Uyg'urda qalam tutilgan odam bak chiqqan, unisi yezish bir gap, uni amalda ko'rsatish yana bir gap ekan. Men yezish bilan to'xtab qolmay yozganlarimni o'zimni amaliyotda isbotlaydigan bir insonga aylanib, siyosatni o'zimni kasb qilishga bel bog'ladim. Mening nazarimda bir millatning davlati bo'lmasa, uning adabiyotining, uning iqtisodining, korxona, texnika, taraqqiyot hech nimasining qimmati bo'lmaydi ekanda. Yo'q bir millatga nisbatan millionlar bo'lish bilan, namrat bo'lishdan va yoki doktor bo'lish bilan, savob bo'lishning bir farqi yo'q ekan ham. Uning turvatgan o'lim kutib turvatgan yo'qolish bo'lganligi. Shunday qilib bu 91-yil 10-oyda men maktabga kirib o'qidim. 92-yil 4-oyda, ya'ni bu bizningki Kuchadagi yo Aqsu'dagi bolalar pashub qilib, bu bolalarning qo'lidan bizning Taraqqiyot partiyasining nizomnomasi tepilib qoldi, bu cho'chib ketib bo'lmish o'xshamagan yerni o'xshash nizomnoma tepilib deb keyindan bu turishtirib yurib, men tepilib qilib shundan tekrar jinoyat deb turmadan vaqti to'shmay turib qayta jinoyat o'tkazsa bir qo'shib qo'ydigan ish bor ekan. Jinoyatimga 5 yil 18 yosh kirmabsi deb yeniroq kasb dedi. Tekrar jinoyat deb 6 oy qo'shib qo'yishdan 5,5 yil kesgan bo'ldi. Mendan 5 yil siyosiy huquqimdan mahrum tutdi. O yerda tarixda bir mezgil tutib, uni hemen yo'tkida. Siyosiy biz dastlabda Kuchaga 80 tam g'olib, 80 tamdan Qarshi Denzil turmasiga olib u yerdan Turpan Daxiyanga olib, keyingi 1,5 yilni Turpan Daxiyanda tugatdik. O chog'da joy-joylardan 50-60 siyosiyni chiqib qatdim, hammaylandagidek shu Turpan Daxiyanda yoki boshqa yo'tib ketgan bo'ldi. Bizdan shu chog'da chaqchaq qilishdik. Aqsu'da 3 yil turgan bo'lgan ekan, uni Aqsu spandab qo'ydikda. Tarixda ko'pincha odamni 5 yil kesilgan bir ish bor. Shu tarixda shu deb qo'ymiz, shuni 5 yil o'qigan. Bundan keyin ba'zi odamlar mening o'qish tariximni so'rab qolsa, turmadan chiqdim desak sal turgan bo'lgan ekan. Shu Aqsuspanni o'qigan va yoki tarixda shuni o'qigan deb chaqchaq qo'ymiz endi-da. Yoy Turpanda Aqyanning laqabini Shinjongda shu deb qo'ymiz shu. Birinchi turmani Beijingda shu deb qo'ydi vallah. Beijingda o'qidik deb 10 yil 15 yil ayad etib chiqqan bolalar shunday chaqchaq qilishgan bir ish bor. 97 turmadan chiqdim. Turmadan chiqqandan keyin Shayada bir kompyuter mulozimat markazida etishni tekab qoldim, ahvolini ko'rib. Chunki boshqa kasbimni qarab, boshqa o'tiray deb o'ylasam, o kuniga 1000 ko'y foyda olsam, 1 yil 300 ming ko'y foyda oldi ekanmi, 10 yil 3 million bo'ladi ekan. Bu 3 million pul mening bir cho'ngish bir qilay desam, yomon qolmaydi ekanda mening dadimga. Bu cho'ngroq nafsini yomonroq qiladigan kuniga jiq-jiq pul topadigan 5 yil topib, bu yon qarab baqsam, bu bir tibbiy universitet bitgan odam 5 yil universitetni o'qib bitirib kelib, so'qiruvchini operatsiya qilish uchun yana 5 yil operatsiyani 5 yil turish to'g'ri keladi ekanda. 40-50 bo'lmaydir, bir doktor bo'lolmaydi, doktordan boshqadek bir salohiyatli bo'lolmaydi ekan. Nima kompyuterda bir 3 oy o'qisak, bir 45 million bo'ladi ekan. 6 oy 3 million pul mening o'zimga kelib foyda ishlar desam, 5 qilib bo'ladi ekan. Bir yil o'qisak, katta odam bo'lib ketadi ekanmizda kompyuterda. Sigirlashsiz bir soatga uni ustiga bu kelgusi butkul sohalar mushundan qarab yuzlanadi. Müsaade bir qisam bo'lib ketganda shayada bir jamoatni yig'ib menga yordam qilaman deb bir plan bor deb chaqirgan bo'ldim. Shu azroq bir mablag' to'plandi. Shuning bilan shayada bir mezgil ishni boshlab undan keyin Urumchiga chiqdim. Urumchida bir unsin ishlari bilan e'lon ishlash ishlari bilan shug'ullangan bo'ldik. To'y film ishlashgandek. Ondan keyin men Beijingga o'qib kelay deb, Beijingda shu pul muomalini boshqarishga bir o'qib kelay deb o'yladim. Maqsadimiz tushunmayotganmiz zamoni yo'q, maqsadimiz tushunib qolaydi. 2 yil davom o'qigan vaqtim soqchilar berib, sen nuqsani tutgan deb qaytib keldi.
qaytib kelgan paytda qaytib berish nisb bo'lmadi. Ondan keyin nuqta bir ömür shu kimligim saqçılığın qo'lib turdi. Hatto bir qatim so'rab tushdim, nega bordim, nereden kim bilan aralashdim. Hayotimning 10 necha yili shunday o'tib ketdi. Endi bu jarayonda shunaqdimi bu korxona iqtisod bilan shug'ullanishimiz rizqi salg'i bo'lmagan ekan. Korxona yaxshi taraqqiy qildi. Nurg'on endi kompyuter sohasida, korxona boshqaruv sohasida Xitoylarni iltimos qilgan bo'lsa, tarbiyaladik, tajriba jihatdan maslahat berdik. Men tegishli bir iqtisod muvaffaqiyat qozondim. Jarayonda 2008 olimpik mashg'ulotni o'tkazayotgan belgilda chaqirib vakabli bir ay solab qo'ydi, gap qilmaylar. Xatarli kanzama mashg'ulotni qo'shib o'qitishim tutganda. Xo'sh. 2010-yil Erkin Osiyodan bir azroq bir ziyoratni qabul qilgan bir ish bilan bir oy yotgan bo'ldim. 2015-yil milliy o'chmanlik protokol qilganda bir yerda azroq gap qo'yganimni xat chiqib ketgan. Onunga bir oy yotgan bo'ldim. Ondan keyin shu bar yo'q hisobimni qattiq sarf qilib, cho'chidim bu hayotim bu petrimni yetkazsa nurg'un ishlarni amalga oshirolmoqdagida. 20 yil izchil tirishqandim pasport bejigili bu orqa o'zi jamoa deb qo'ygan siz bilasiz. Shu bobodan chiqib turgan jinoyat ish arxivi. Mashina lamay bak uzun so'zib ketgan. Oxiri u narsani orqasini o'chirib muvaffaqiyat qildi qilish imkoniga ega bo'ldik. Pasportni bejirib qolgan rahmat bilan 2016-yili chiqishga nisib bo'ldi. Hozir 1 yilda. 2009'da yaş ürümçi qirg'inchilik bo'lgan chog'da shu o'tandim to'q ya ish kirdim. Vatanda. Undaqda müşkünler bunun hikayesini anlaydıkemizde mi inşallah? Bunu anlaydık inşallah. Xayriyat, başka mezmunlarga kirsek, bu bugün qilmoqchi bo'lgan suhbatimizga kirib olmaymiz. Sizning hikoyangiz uzun hikoya ekan. Sanab baksam 8-10 tashkilotni o'zingizni quribsizlar. Ondan başka nurg'un tashkilotlarning bog'ligi va uning aktiv a'zolari bilan uchrashishdak bir ne'matlardan rizqlanib bir şahit olgan vaqaliklar bor ekan. Bu haqda inşallah aldığımız kunlarda to'xtalamiz. Bugün milliy da'vo yo'limizda qanday qilish kerak, nima qilish kerak degan temada uzun yillardan beri chet elga chiqib bilga turadigan qancha yil bo'ldi? 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'ldimi? Ama bizning quloqimizga keladigan xil uzundek tuyuldi. Undan ilgari boshqa yerda boshlaganmi bu ishni? Men vatanda boshlaqliqku. Kelgandan keyin Belgiyada bir 5-6 oy kamp deydigan bir yer bor ana. U yerda jimib qolgan bo'ldik. O yerdan chiqqandan keyin yana normal harakatni davomlashtirdik. Chunki vaqtimiz bek. Aslida menimcha bu 5 yil mashada turib, mashana sharoitga bir pishib, yaqasındagi pasportni qo'llarim qalab tillarni bir egallab turmishimni raksib bo'lgandan keyin atlangan ishte bu. Hamma odam mana shu nasihatni qildi, sen bu o'zing ishni nimalda boshlab olding deb. Kesinlikle vaqt az kaldı, mendim amal yok dedim. Doğru. Hemmeylerinden bir plan olardı o. Ama bu planını emel iş aşmazlık meselesi de Allah'ın yanı bir iradesi varken bizim buna bende olan diken çağırsız gelmez. Hayriyet hesapta bir qancha yildan beri sizningki o'zgacha bir xil fikrda fikr qildigan, o'zgacha bir xil kuzatishda ilib bordigan bir fikir sahibi ekanligingizni quloqlar tuydi. Bir ish qatimli qisqa didorlashim bo'ldi, ammo bizga bu nasib bo'lgan bugungi suhbatni jiq talab qilingan bo'lsa-mu, bugunga qadar nasib bo'lmay, oxiri Allohga shukr, bugun nasib bo'libdi. Xayr. Bu jarayonlarga to'xtalmayli. Yani yangicha bir fikir bilan milliy da'vo yo'limizda o'xshamagan bir yo'l tutib menish masalasida bir yagona shaklda ko'z ko'rinayotgan birisi bo'lish bilan nima qilish kerak degan temadan ilgari ikki savol paydo bo'layotdi. Qachon, nimani degan. Mishadan boshlagan bo'lsak, marhamat. Rahmat. Endi orliqda siz va tajalli yana boshqa bir nechalar suhbat kashf qilgan bo'ldi. Endi ko'rishlardan o'ylashdim, ammo mening ansiraydiganim yana shu xalqqa yana shu quruq gapmi, amaliyot yo'qmi deydigan bir savol meni oldimga tashlanmasin. Men chiqqandan keyin quruq gap qilgandan birisi paydo bo'libmi deb xalqni yana bir qatim jipini chekmayli deyishdik. Albatta bir natijani qo'lga olgandan keyin undan keyin xalq bilan bir ko'rishay deb o'yladim. Natijani tegishli qo'lamliq deb o'ylayman. Endi yana kechiksa qarasak vaqtimiz o'tib ketgandek. Bizning ba'zi bir planlarimizni endi boshlaydigan bosqich keldi deb o'yladim. Chet elda nada nima qilish kerak? Bu masalani hozir men savolni boshlayman. Endi meningcha balkim chet eldagi siyosiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar menga o'xshash turmada uzun mazgil yotgan yoki
tunji betga kirsak bo'ladi. Hozir birinchi betni ochaylik. Men o'z shu bayatın rasmga tashkilotlar rasmga. Mushu rasmdagi holatga o'xshayman. Bu boshqalarning rasmini jiddiychilikda sifatida sinib qoldi, kechiringlar, lekin shundaqmi? Chunki bizning men davomli mustaqillik sho'rini o'tirib chiqqandan keyin atrofimizda qarindoshlarimiz kampani taqbilish muhim bo'lsa, millat bo'lgandan keyin mustaqillik bo'lmamdi, millatning bo'lmasa nada davlat qursa degandek savollarni so'ragan bo'ldi. Agar mustaqillik bo'lmasa, bu millat hamon yo'q bo'ladi. Mayli 50 yilda yo'qolsin, mayli 30 yilda yo'qolsin, u faqat vaqt masalasi bo'ladi-ku. Shunlashqa men bizning mustaqil bo'lishdan boshqa hech qanday chiqish yo'limiz yo'q, o'tir yo'limiz yo'q deb qarayman. Navoda avtonomiya bu degan taqdirdami? Biz mustaqil yo'limizda 30-40 ming askarni beshab tanlab, Amerikaning atom bombalarini Xitoyni beshab tanlagan vaqtda shu chaqda Xitoy o'zi chiqish mumkin qar bo'pti. Masalaning zaminingda bizning 30-40% adamimiz yashab o'tibdi. Avtonomiya bo'lsang nima deysizlar deb Xitoy o'zi deyish mumkin. Dunyoda biror qo'shinning qo'zg'alishida avtonomiya kishilik huquq nishonlari o'tirib chiqqanini o'qimaydi ekanman men. Ular eng avval mustaqillik nishonini o'tirib chiqdi, avtonomiya nishonini murassab sifatida qarshi taraf o'tirib qo'ydi, Xitoylar o'tirib qo'ydi. Mustaqillikning oldini to'sash uchun bir to'g'on qilib ishlatdi. Masalan 30-yildagi Xo'janiyoz afandimga o'xshash va 44-yildagi bizningki Cumhuriyatning 11 bitimiga o'xshash bu bizga berilgan kichkina bir huquqni, bizning mustaqillikni talabimizni pasaytiradigan bir vaqtliq hozirgi ishlatadi. Xo'sh. So'nglashqa men mayli kishilik huquq, mayli demokratiya har qanday bir narsa bo'lsin, bu bizning masalamizni hal qila olmaydi, aksiga texnik ig'irlashtirib o'tadi deb qarayman. Chunki millat oxirgi kunlarni elyapti. Bu yil 3% va 4% qizlarni to'y qildi deb angladik. Bu persent davomlashsa bizning yilga bo'lmay, bizning bu Uyg'ur millatida 40% adam Xitoyga changlashib ketgan umum bir hodisa paydo bo'ldi degan gap. O chaqda bizning hayot bugunimizning milliy davlat qurilish orzuyimizning hech qanday qimmat qolmaydi. Masalan, hozir ishki Mo'ng'ul tili so'zlariga adam 6% ekan, Mo'ng'ullar 16% deyotdi. Jangpamillik, Vangpamillik Mo'ng'ullar paydo bo'lishga boshladi. Endi bizmi Xitoyni foshalagan bu da'volarda ishki Mo'ng'ul masalasini unutib ketdik. Tibet bilan bizning masalamiz bor o'tirda, ishki Mo'ng'ulni hech kim tilga olmaydi. Madaniyat safa masalasini hal qilamiz desak, Mo'ng'ullarning madaniyat safasi nihoyat yuqori. Bularni 40-yillardan g'oyat zo'r bir doktorlar qo'shini barliq kerakli. Beyjanning o'zida 300 ming Mo'ng'ul bor hozirda, Uyg'ur necha ming bo'lgan bilan. Manjulan desak, Manjulan ahvoli tilida so'zlariga adam yo'q, 3 million adam joy-joylarda parakanda chechilang'u. Uning ustiga bularni garchi madaniyat safasi ustun doktorlarning soni va har 10 ming odamga to'g'ri keladigan oliy maktab bitirganlarning soni Xitoylik astronomlardan ichida nihoyat oldin qator to'simi, ammo ularda birlik kelgan milliy irodaning va bir davlat irodasining bo'lmasligi tufaylidan ularda Xitoy tahdid sag'dak bir parakanchilikni ko'rmadik. Men Navoda qizlarimizning Xitoyga ketishini, farzandlarimizning Xitoy bilan changlashib ketgan bu umidni ko'rishni xohlamaydigan har bir odam uchun bu rasmni tavsiya qilaman. Bu rasmning menga ta'sir qiladigan yeri va ko'pchilik eskartirganim, agar biz mustaqillik davosidan voz kechsak, bizni tosh mijib o'ltirdi. Yana biz mustaqillik davosidan voz kechsak, bizni Xitoyga ketishdan boshqa hech qanday bir narsa qutqizolmaydi. Biz asta hayot yashashimiz mumkin. Uyg'ur etini yana 50 yil va 100 yil va 5 yil davomlashtirishimiz mumkin. Endi unda rasvo bir Uyg'ur bo'lib Xitoy bilan changlashib, e'tiqodidan, milliy kimligidan ayrilganda, milliy kimlikni davomlashtirishning hech qanday qimmati yo'q deb qarayman. Onun göre Çingizxonning o'g'lini o'ldirib qirilib ketgan tang'utlardek tarix sharafga nom qoldirib, tariximizda bir millat o'tgandi deb qirilib tugab ketganimiz afzal. Subhanalloh. Sen bo'lsang qanday qilasaydi, hozir men mening qarindoshim turmada Xitoyning nima kunni ko'rsatgani menmi tayyor? Nurga odamlar deb ketdi, sen ehtiyot qilsa qulata Xitoyga qasab qo'ymasin deb. Mening bergan javobim tayyor. 70 yilni yo'q bir odamni Xitoy chatalda o'ldirib atganda o'qimadik. Endi qasab qilgan bo'lsa, tang oshkor o'ldirganni ko'rmadik. Meni o'ldirib atsin, men tayyor shuningga. Men kötü bulup durdu. Bu rasva asar vatansizlikten, bu yer sergardan bulup, benim vatanımda hak besi vağantı dep tirik yürüyüşten, bana şu ölüm güzel bir soğukat dep qarayman. Şonlaşqa men deyme, ölüm bizning nayet güzel bir tanlışımız, etrafımızda ölümü tevekkül kılalaydigan, ölümden yanmaydigan, jasartı va qiyinlaştırını köplep payda oluşunu ümit qilaman. Şonu biz mayli qanchalik qiyin bo'lishidan, mayli qanchalik tez bo'lishidan qat'iy nazar mustaqillik irodamizdan qat'iy ko'rinmasligimiz kerak. Şonu nima qilish kerakning birinchisida, men o'zimning bir yazmasida berdim, bu bir tafsili asarni e'lon qilaman patqiqinda. Xo'sh. Tayyorlash niyatida asosan bitib qoldi. Birinchi babni ko'pchilik undim. Şonlashqa bizning mustaqil bo'lishdan boshqa milliy mavjudligimizni saqlash hech qanday yo'limiz yo'q. Boshqa har qanday narsa bizning vaqtimizni isrof qiladi, zehnimizni isrof qiladi. Biz chunki eng oxirgi fursatni boshini kechiryapmiz millatning. Bizning bu qatimliq fursat qo'ldan ketsa, ikkinchi qatim yana bir qatim tinadigan, boshqa o'tiradigan fursatimiz bo'lmasligi mumkin.
Endi millatning beshiga kelayotgan zulm, tahdid, Xitoylarni bizni ustimizga ilib berayotgan etnik qirg'inchiliklarni bu yerda takrorlab o'tirishning o'rni yo'q. Endi ishga o'tsak. Tamam. Endi bu yerda biz nima ish qilish kerak degandan keyin biz nada hozir deb o'zimizning ahvolini bilishimiz kerak. Chunki o'zini bilganda, dushmanini bilganda ondan urushning strategiyasiga atlangan bo'ladi. Xo'sh. Biz nada, dushmanimiz nada va nega qarab ketyotidi. Undaq bo'lsa, uchinchi savol, agar savol chiqadi, bizga o'xshashlar nima ish qilyotidi? Ha. Undaqda bu bizning dushmanimiz bo'lsa, dushmanimizning dushmani bormi biz ittifoqlasha oladigan. Ondan bizning oxirgi shuarimiz nima bo'ladi? Buni aslida yozib qo'ydim, yo mustaqillik yo o'lim. Uchinchi bir yo'lni tanlash biz uchun rasvolikdan boshqa narsa emas, bu yerda aytganimdek. Endi biz nada degan gapga menimcha buning javobi hammalarga ayon, ahvolimizni men demasam ko'pchilik yaxshi biladi deb qarayman. Bu hozir jug'rafiyalik o'rin emas, hozir holdagi o'rin ekan bu hozir. Nada? Ha. Şuna Xitoyning ahvolini ta'kidlab o'tirishning o'rni yo'q. Amerika bilan ro'bar o'tirib 2025 Amerikani oldiga o'tib ketgan iqtisodiy cho'ng davlat bo'laman deb shiltin aytib yana bir bet o'tsak, biz nada degan savolimizning bir javobi, ya'ni 1949dagi vaqtda bizning nüfus nisbatimiz 70%, ya'ni normal bir davlatda yoki Fransiyadagi fransuzlarning nüfus nisbatiga o'xshash, Angliyadagi inglizlarning, germanlarning nüfus nisbatidagi va yoki Rossiyadagi ruslarning nüfus nisbatidan yuqori bo'lgan bir nüfus nisbatida yashayotgan ekanmiz-da o chaqda. O chaqda bir milliy davlat qurish imkoniyatimiz tamoman bor. 1949da. Ammo 2016-yilgi statistika olsak biz 40% bo'lib qolibmiz. Dunyoda 40% nüfus bilan dunyoning ma'lum bir yerda o'zining milliy davlatini tutib turgan bir millat yo'q. Bu nüfus nisbatiga oid xatarlik bir son bo'lish bilan birga bizga fursatning qanchalik qolganligidan bizni ogohlantirib turadigan, endi ishlatmagan zihin, endi ishlatmagan bilim, endi ishlanmagan iqtisodning ikkinchi qatim ishlatish fursatining bo'lmaydiganligidan bizga ogohlantirib turadigan bir jadval bu deb qarayman. Yine öteyli bir bak. Bu nüfustasın kiliş menbesi mi? Şu Xitayning e'lon qilganlarini asos qilganmi yo o'zimizning bu siyosiy yo'llarimizning tasavvurdikisimi? Ya, bu Xitoyning statistikasi. Chunki buni men chet elliklarga ta'minlab berdim. Ba'zi bir shu Xitoyga qarshi saf qurib olgan bir qirg'inlik chet elliklar bor. Xitoyga qarshi kollektivida torbatlarda konasi yana odamlarni taklif qilgan. Ular ba'zi odamlar bilan men chiqqandan yoqilishib fikrlashib, ularning maslahatini fikrlashib, ba'zi narsani ta'minlab turyapman. Mushu ular ta'minlagan uchun ham biz 35 million 40 million desak, ular e'tirof qilmaydi ekan uni. Hozir manada sansfur yo'q, faqat aşağı turayotgan nisbatlash bo'lyapti. Tamam. Kengbe o'tildi. Chunki bu sani yana injilaydigan yoki tafsir qilganlar uchun ayrim sizlardan ko'rishimiz bo'ldi. Hozir uni deyishadigan chaqim emas. Uyg'ur 6 million bo'lishi bilan 30 million bo'lishning jiq farqi yo'q biz uchun. Davlat yo'q bir millatning nüfus az bo'lsa da jiq bo'lsa da baribir hamda. Shunda. Biz mustaqilligini deb bo'ladi deb qarayman. Hozir mavjud jadvalimizda biz dunyoning umumiy o'tgan yillik harbiy chiqimini ko'ramiz. Amerikaning harbiy chiqimi dunyoning umumiy harbiy chiqimining 35% egallaydi ekan. Xitoyning harbiy chiqimi dunyoning umumiy harbiy chiqimining 13% egallaydi ekan. Xitoy qo'shilib Amerikaning ostidagi 10 davlatning harbiy chiqimini qo'shib kelsa-mu, Amerikaning harbiy chiqimi kelmaydi ekanda. Qo'raylar tadqiqoti va qo'raylarni saplab berishning hammasi iqtisod talab qiladigan bir ish biz bilamiz. Demak, bir davlatning harbiy xashlayotgan puli uning harbiy soatiga kuch qudratini isbotlab berdi. Bu hamma biladigan bir jadval. Shundaqmi bu yerda bir qatim ta'kidlab qo'yishga o'tdim, chunki biz dushmanimizning dushmanidir emasmi? Dushman bo'la oladigan sap tuzib Xitoy ro'baro turayotgan bir davlat Amerika bo'lgandan keyin uning ahvolini bilish kerak deb qarayman. To'g'ri. O'tayli. Xo'sh. Bu Xitoyningki yaqin 10 yil jarayonidagi harbiy chiqimining ish jarayonini ko'rdik. Rossiyaningki 58% eshibdi. Amerikaning 16% eshibdi o'tir hisob bilan. Ammo Xitoyning 653% eshiqliq. 650. Demak, mas'uliyat bilan mangsa Xitoy 2021-yili harbiy chiqimi Amerikaning yetishdi degan gap. Chiqim yetishdi, xashlaydigan pul yetishdi, iqtisod yetishdi degan gap texnikada yetishib qilish va boshqa soat yetishib qilish vaqt masalasi degan gap. Bu narsani oldini olish uchun Xitoyning tahdididan ogoh bo'lishni tashabbus qiladigan
kechirin kameradan bir ikisi. Bu jadvaldan köngil bo'ldi. Xitoyning harbiy chiqimining bu darajada zo'r eshishi, Xitoyning harbiy chiqimi qandaqdir davlat kongressi parlamentlarning kontrol qilishiga bak uchrab ketmaydi. Xalq ra'yi kontrol qilmaydi Xitoyning harbiy chiqimini. Xitoy hatto agar qolsa, o'zining 30% 40% iqtisodini xuddi Shimoliy Koreyaga o'xshash harbiy uchun xashlay olishi mumkin. Bunisiga Xitoyning bir davlat urush jakalishi va yoki siyosatni qaror qilishda u Amerikaga o'xshash ko'p sonli avomning fikrini o'ltirgan ishonmaydi. Bir odamning degan hisob mendimizdan ko'pchilik ayon. Bu xillar texmi ko'p Amerika siyosatlarini Amerikadan Xitoyga qarta bir siyosat tuzib chiqishni talab qiladigan bir ahvolga elib kelyapti. Ko'pchilik ko'rib turibdi bu narsani. Bu tafsirni to'xtatsak vaqt udrab ketdi. Qarasak buni ayrim bir program deb qarang. Hem bu Amerikalıkның o'zining ishi ekan. Faqat biz uchun bir uchur shaklda bo'lsa tamam. Şoňa men bunda ahval aslida şoňa deyman, bizga yuzlangan bu hayat mamat paytida qanchalik yo'qotish bo'lgan bo'lsa, yana shunchalik fursat bor. Chunki dushmanimiz dunyodagi birinchi zo'r dushman emas. Undan kuchli bir dushman bor. Agar dunyodagi birinchi cho'ng kuchli dushman bo'lgan bo'lsa-da, bu chaqda biz strategiyani qaytadan tanlashga to'g'ri kelibdi. Hozir eng kuchli dushman bu emas. Bundan yana birisi bor. Demak, biz eng kuchli dushmanning oldida bo'lmagankin bizga bir fursat bor deb qarayman men. Endi bu yerda bizning o'zimizni beg'ishlash ro'yimiz bilan harakat atini oldikmi degan bir masala men davomli o'zimizga so'rayman. Qanday mustaqillikni deganlar qo'ygan savolim shu. Sen nima ish qilib baqding debchi? Bir savolni bir o'tirib qo'yishdan burun yoki bir toshni ko'tarolmayotganmi deyishdan burun uni injiqlab baqmoq lozimchi? Xo'sh. Injiqlab baqib, zod ishtirib baqib, tarajab baqib, bo'lmagan chog'da men bo'lmaydi deb unikin peshonning tadbirini qo'llanamiz-chi? Albatta. Biz hozir bir tarajab baqmay turibla, voy bu bak yo'g'on do'st qandaymidirmiz bizda bo'ling'ir tamakimizni chekishni boshlab ketdik hamda. Shunga men o'zimizni beg'ishlash ro'yi bilan aktivligimizda bir savol belgisi bor deb qarayman. Xo'sh. Ikkinchi bizning bu holatimizda bizda cho'qim o'zimizga chechirang'ulikni, tayyor toplikni, vijdonsizlikni o'ngshashni nishon qilgan bir guruhga barliq kelish kerak deb qarayman. Chunki har qanday bir millatda mali adabiyot sohasida, mali siyosat va yoki taraqqiyotda bo'lsin, cho'qim bir avangardlar sinfi bo'ladi. Eng avval bir odam, undan keyin ikki odam, undan keyin uch odam shu yo'lda mangdi. Shular shu millatning yangi bir adabiyoti, yangi bir iqlimi shakllandi. Şu bizim siyasi iqlimimizda bizdeki seçilangılık hatim berdiğan, bizdeki hücum piş ağzımı uçuştab kaçan müstakil kalamızda bir çıkandak tedbir kullanmay turup milletimizin ahvalda, vatanimizin ahvalda özgürlük kılışını kütüğün bu ahvallağa ve vatanimizde şu kadar bir kırgınçılık buluvatsa bunun çıkıp hatta bir guvalık verişkimi yarmayvatkan atamını tutuvamız olup, kırnışını tutuvamız olup da neçe milyon kırnışımızın takdirini 3-4 tukunumuzun hayatı ile tegişip oynavatkan mandak bir numussuz kımavazlıkını o'xshashni nishon qilgan bir fidokorlar guruhi barliq kelish kerak deb qarayman. Yana biri Uyg'urlar umumiylik holda men qo'shilib bizda yakka safa nihoyat tuvan, iqtidorimiz nihoyat cheklik, badal to'lash engimiz texmi tuvan. Bundaq bir guruhning qurilishi va nufuzli organ aylanishi bizdagi yakka safani bir kuchga aylantirdi deb qarayman. Masalan, menda pul yo'q. 100 yevroga va yoki 1000 yevroga kuchim yetishi mumkin. Agar biz 100miz bir yerga kelsak, o çağda biz 100 yavrodan çıkar alırsak, minimiz bilen 100 bin yavro, 1000 yavrodan çıkar alırsak 1 milyon bula alış mümkün de. Bu 1 milyonlarga aylanamiz. Şoňa biz toplanış arkaly özümüzdeki acizlikni alışımız mümkün dep garaýmyn. Belkim bundaq bir grupanyň quruluşy we nüfuzlyk organyň aýlanyşy bizdeki muş galaýmakançylygyny tertip selişge, bizni togry ýetekleşge bir ýardam beriş mümkin. İlbetde. Bu hazırkı Xitoydagi Tayvan, Tibet ve bizni öz içine algan bir harita. Bu yer biz görüwatymyz Xitoyningki boza qilishga uchrawatganlar we yoki Xitoyning mensin yo'q qilmaydi deyişi uchrawatganlar yalnız biz emas. Uning ustiga jo'grafiylik jihatdan Tibet bizga qaraganda sal sharqqa joylashganligi uchun Xitoy bizni o'zining mangulik liminiga aylantirish uchun Tibetni o'zining mangulik liminiga aylantirish to'g'ri keldi. Tibet bilan bu jihatda biz taqdirdosh. Şoňlaşyk men köp işlerde Tibetni ülgi qilish kerak dep qarayman. Ularning tayyorligi bizga puxta dep qarayman. Şoň keyingi bet görsek Tibetden ahvaldan bizning ahvalymyz bir seliştirip bakaýly. Mana bu jadwaldan çykyp turdy. Hoş. Nüfus jihatdan Xitoyning 2016-yilki sandağında Tibetning umum nüfusu 6 milyon 200 ming deyilipdi. Bizning nüfusumizda Xitoy 11 milyon 330 ming depdi. Bu jihatda aytganda biz Tibetlerge qaraganda biraz köpkenmiz. Xitoyning sany bilan aytganda.
Belki emniyette onun da mı köp buluşumuz mümkün. Çünkü Tibetler muş yüzün sanını itiraf kılıdık 6 milyon 200 milyon sanını. Meyli sürgün hükümeti, Meyli Yaşlar Kongresi olsun, müstakil taraftarları bizim sanımız şu 6 milyon 200 milyon bilimiz, Xitayning bu sanı meselesi yok da qaraydı. Çünkü bula ta ki 56-yıla kadar yüzün müstakil hakimiyet bilen ruhani hakimiyetde yaşayan bolğandan keyin yüzün nüfus ahvalı qarta aniq konkret statistik ma'lumotlar var ekanda bo'ldi. Ular shu asosan bundan xulosa chiqarib bizning sonimiz shu deb qaraydi. Agar bu bo'yicha bo'lsa, biz Tibetdan eng oz bo'lganda ish ketsa, ko'p bo'lganda 5 ketsa yuqori bo'lishimiz mumkin, ko'p bo'lishimiz mumkin. Bu yuqorilik son sifatimi? Sonda. Faqat sonda. Endi muhojirlar sonida qarsak, Wikipedia ma'lumoti Tibetda 186 ming debdi, Tibetlar o'zi biz 160 ming deb bo'lishimiz mumkin chet ellarda deydi. Ammo Wikipedia ma'lumotining o'zida bizda 500 ming nüfus var chet ellarda. Qozog'istonda o'zida 300 mingga yaqin nüfus var. Qirg'iziston, O'zbekistonlarda, Turkiyada 50 mingdan ustida nüfus var. Yevropada 10 mingdan ustida nüfus var biz bilamiz. Demek cami 500 ming atrofida nüfus var deb mo'ljallanayotdi hozir. Endi ba'zanlar 3 million, ba'zanlar 5 million deyapti. Ammo Wikipedia'dagi chet elliklar e'tirof qiladigan ishonchli ma'lumot deb qaragan ma'lumot shu. Bu bir endi pak talab qiladigan shu bo'lgandan keyin men Amerikaliklar xulosa qilgan bu materialni foydalanishga majbur bo'ldim. Buni munozara qilmasligini so'rayman qarindoshim. Yaqin zamon madaniyat tarixida masalan biz 1910-yil yilida Angiz deb gez chiqqan Yatsu atrofidagi, ya'ni Almut atrofidagi Uyg'urlarningki tirishchanligi bilan hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti barliq kelib, undan keyin 1933da Shved missionerlarining bosmaxonasi bilan biz yangi hayot gez qatorliq kelishlarni barliq kelishi bilan yilida Abduxoliq Uyg'urga o'xshash, Lutfullah Mutallibga o'xshash bir turkum zamonaviy adabiyotdan yilchilik qildigan Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti o'lsagan bir qism faoliyatlar bo'lgan endi. Ammo Tibetlarda shunday faoliyatlar bo'lganmi deb ko'p izlandim, Tibetlardan so'rdim. Tibetdan hozirgi zamon adabiyoti 1956-yilda Xitoy kelgandan keyin boshlanib ketganda. Uning oldida Tibetlarda bu hozirgi zamon adabiyoti tava she'r, roman yoki muhabbat hikoyalar bundan emas bo'lmay asosan o'zining ruhoniyligi adabiyot markaz qilingan shu buddizm ideyasidagi asarlar shu koni til bilan yozilib ketgan. Bularda demak zamonaviylik yoki zamonaviy yuzlanish va yoki bularning 30-yillardagi Abduxoliq Uyg'urga o'xshash qalpoq kiyib galib taqaydigan undaq insonlar va yoki Musa Bayga o'xshash zamoniy sanoatni akirgan unda insonlar bo'lmabdi Tibetlarda. Hatto 56-yil Tibetlar ko'chib ketgan mezgildimi bularningki hukumati butunlay bir ruhoniy hukumat ekanda, butunlay rohiblardan taklif topgan madaniyat saviyasi nihoyat tuvan chetdan o'qimaydigan bir turkum odamlar bilan bo'lgan ish ekan endi. Ammo u chog'da shu desak, biz degan 30-yil Cumhuriyet qurg'ashda to'p qo'shgan bir kasımki ishni biladigan, Yevropalarni ko'rgan, Yaponiyalarni aylanib kelgan Mehmetun Hazratga o'xshash insonlarimiz, Aysa Olibtekinga o'xshash O'zbekistonda elchixonada ishlagan, Nanjingda Xitoylar bilan aralashib, Xitoy ziyolilari bilan kostyum galstuk kiyib suhbat qurishib o'tirgan odamlarimiz muhojirlarni beshirib chet elga chiqdilar. Ayni vaqtdagi ahvolimizda son mayli sifat jihatdan bo'lsin, bizning ahvolimiz jiq yaxshi. Ayni vaqt alalama qaraganda men sifat jihatdan aytganda bizning Mehmetun Hazrat efendimlar va Aysa efendimlarning kollektivida texnik sifatli insonlar deb qarayman. Uning ustiga bular tushiblam Turkiyada turkchilik avjilayotgan Turkiyaga tushaldi. 40-50-yillari Turkiyada nihoyat fransuzcha avjilayotgan Turkiyaliklarningki bizni o'zimizning millati deb qarab turib qo'llayotgan bir bosqichga to'g'ri keladi. Turkiyaning o'lik shirkatlarining taraqqiyot jarayonini qarab baqsaq yaxshi bilamiz bu narsani. Alparslan Turkiyashlarning faoliyatimi shularning shu 50-60-yillar shu faoliyatida bir muayyan bir bosqich ko'tarilgan bularning bosqichi, bularning harakatlarining ta'siri hozir qadar o'ziniki kuchini ko'rsatib turyapti. Biz mushundoq bir holatda turug'liq Tibetlarning Hindistondagi ahvolini ham garchi ular Hindistonda o'zining qarindoshini tashakkallargan bilan hindlar bilan Tibetlar faqat o'xshamaydi, til osmon zamin farq qilindi bularning. Tibet hindi tili o'rganmagan bizning ingliz tilimizni bitas. O qandoqdir biz Turkiyaga tushib 3 oydan keyin bildiradigan unda ish bo'lmaydi ular. Uning ustiga bu diniy jihatdan qarindosh deb kelib qo'ymaydi ekan, shundoq turib Tibetlar hozirga qadar ham o'zida qarab baqdik, siyosiy kuchlarning soniga qarab baqila. Siyosiy kuchlarda Tibetlarda 2 chong partiya, 2 kongress, 13 diniy tashkilot bor ekan. Uningdan boshqa Tibet turgun hukumatininki bevosita munosabat o'rnatayotgan 7-8 yaqin tashkilot bor. Buni hozir keyingi bitimizda deymiz. Andın ammiy asosiy e'tirof qilingan vakillik apparati, masalan xalqaro Tibet sargardon hukumati butkul dunyo tarafidan e'tirof qilingan bir Tibetning vakillik organi. Ammo bizda undaq bir vakillik organi o'tirib chiqmadi. O'tirib chiqmaganligini biz keyingi qadamda partiya bilan o'tirib qo'yamiz. Andın harbiy kuchi Tibetlarning 10 ming kishilik zamonaviy muntazam armiyasi bor biz bilamiz. Tibetlar asosan Hindistonda Tibetlardan tashkil topgan bir fidoilar armiyasi bor. Bular hatto 50-yillarda 70-yillarda
Tibet partizanlar tarafida Xitoyga qarata sinib kirish faoliyatlarida bo'lgan. Keyin bu sinib kirish harakatlarini to'xtatib qo'yib Xitoyda bir cho'ng siyosiy o'zgarish bo'lgandan kirimizda bu hozir qadar tayyorlik qoldi. Endi oldin qatim Tibetlarninki yoshlar kongressining vakillari bilan bir ko'rishib ozroq parangiz kelgan bo'ldim. Ular deydi bizning 40 ming adamimiz qoral tutalaydi agar bir shu qolsa deydi. Brüsselda Tibetlarning 4 cho'ng tashkilotning mustaqil ish bajarish o'rni bor. Bularning birisi Dalai Lamaning vakillik o'rni, Tibet sürgün hukumatining vakillik o'rni, ya'ni Laqtang Sangayninki o'rni. Ular shu yerdagi Tibetlarninki asosan nüfus ishlarini, iqomat ishlarini, panohlar ishlarini, ya'ni elchixonaga o'xshash bir funksiyani ado qiladi ekan bular. Bu ishga biz bir yerdagi Abduz bilan birga berib bir paranglashib keldik. Undan keyin bularniki bir xalqaro kompaniya degan bir kompaniyasi borki, uyimga yaqin bir yerda. Ular bilan bir ko'rishib keldik. Ular asosan chet elliklarni Tibetlar uchun safarbar qilgan bir kollektiv ekan. Ularga o'zining kirimidan yilda 1,5% kirim topshiradigan, oyda 10 yevrodan a'zolik badal o'taydigan chet elliklar 100 ming ekan. Bular shu turga mas'ul ekan. Bularni Gollandiyada boshida bo'lgan bir yulduzlisi sho'ba tashkilotga. Bunaq nimishqa bu Gollandiya qoldi desam, bizning Gollandiyadagi a'zolarimiz 50 ming deydi. Gollandiyaliklardan Tibetlarning mustaqil bo'lishiga pul beradigan odam 50 ming ekanda. Bularning boshida Gollandiyada o'qib qoldi. Demak, Tibetlarning asos kuchi chet ellikdan keldi ekan ularda. Chet ellik qo'llovchilardan. Asos yana biz keyingi qadamlarda texnik tafsilotini ko'ramiz, keyingi qadamga o'taylik. Tibetlar nima qilyapti deb Tibetdan havola qilsak, Tibetda meni havas qiladigan bir narsa bor. Birinchisi Tibet pasporti, ikkinchisi Tibet parlamenti va Tibetdan qarshi partiya guruhlari, uchinchisi Tibet tashkilotlari va ularning sistemasi, to'rtinchisi fursat tuta oladigan kuch. Ya'ni Tibet tashkilotlarining o'zini bir fursat tuta oladigan kuch deb qarayman men. Keyingi bet o'tsak. Oldin qatim men Tibetning pasporti haqida bir yozma e'lon qilgandim. Ba'zanlar voy bu Tibet pasportining pasportiga bo'lmaydi, uni hech qanday davlat e'tirof qilmaydigan bo'lsa, uni sayohat pasporti bo'lmagan pasportni qanday pasportiga bo'ldi deb qoldi. Lekin Tibetlarning o'zi buni Tibet pasporti deb ataydi ekanda. Aldi bilan o'zi e'tirof qilish kerak-da buni. Bu o'ziniki mashina o'zlari Tibetlarning bekitini oldim. Passport of Exile Tibetan deydi. Hozir Tibetlarning pasporti deb aytibdi, aniqlik uchun. Yani bu ikki tal pasport, birisi ko'k pasportni Hindistonliklar bularga taqib berdikan, yeşil pasportni mashina tangdash qilib ishlatganda, shu ko'k pasportni yo'g'onsak ko'rimiz hozir. Hindistonliklarning Tibetlar uchun bergan pasport demoqchi. Dharamsaladan. Yani şu o'ng tarafdagi yeşil pasportni olib olgandan keyin Tibetlar bu pasportni darhol pasportga almashtirib berdi ekan. Bu Tibetning o'zining pasportda. Hozir biz ko'zilmayotgan pasport. Topirgan pasport. Ondan bu Tibetlarning o'ng qo'lidagi refugee kartini hatto Yevropa ittifoqi e'tirof qildi. Bularga kelgandan keyin biz oladigan 1951 refugee travel document degan narsani, reis dokument deganda buni almashtirib berdi ekanda. Ketmaydi, bizga o'xshash panohliklar jarayon ketmaydi bularga. Tibet bo'lishi kifoya. Chunki Tibetlar davlat beslangan bir millatlar tutilgan bo'lg'achqa, bularning qo'lidagi bu pasport, bularning Xitoylar bularga pasport bermaydi. Bularning davlati xalqaro tarafdan e'tirof qilinmadi. Shunga bular davlatsiz bir millat sifatida jiddiy musofir, hamda xalqaro davlat yo'q bir musofir sifatida e'tirof qilinib, biz nəhayət testdə 6 ay, 1 yil, hətta 5 yil saqlab turib aladigan reis dokumentini bular şundaq 15-20 gün, 2 ay, 3 ayın içində alır ikəndə. Bununla bizi turib baxanlar kompüter şahid olalaydı. Mən şəxsən dinlədim 2 Tibet bilan. 6 ayda aldım, çünki ular Qalbıqoğa türmədən çıxdım deyilən paketlərim bilan. O türmədən çıxmay normal kəptikən şu Tibet pasportunu közütüblər 1,5 ay turub çıxıb getdi. Tibet pasport e'tirof qilinmaydi deydiganlar bu patan bir gap. Agar e'tirof qilinmaydi deb qolsa Afg'onistonning pasportiga hech kim e'tirof qilmaydi, hech kim ularga viza bermaydi hamda. U Afg'onistonning pasportini Afg'onistonga tashlab bitib, piyoda keladigan Yevropaga. Chunki Afg'oniston pasporti bo'lib qolsa, ularga viza bermaydi ekan-chi. Afg'oniston pasportini tashlab bitib Yevropaga kelib, men Afg'onistonlikdan, ammo men Pokistonda cho'ng bo'ldim, shuning bilan mening davlat tavalligim yo'q, Pokiston menga pasport bermaydi. Afg'onistonda tug'ilganman, Afg'onistonda pasportim yo'q. Men mushtaq musofir bo'lib qoldim, ijaqam yo'q bo'lib qoldirgan bana sabab bilan bu yerga reis dokumentga erishdim. Chunki Afg'oniston pasporti bo'lib qolsa, Afg'oniston o'zini davlat tutib ketmaysan deb ularning panohlik iltimosini rad qilib o'tadigan gap. O'xshash aeroplan bilan kelib panohliklaydigan Afg'onistonlikni men ko'rmadim, umuman Yevropada hech kim ko'rib boqmadi balkim. 21.
Endi bu yerda meni texim emas qiladigan bir ish 90%dan ortiq Tibetning qo'lida bu pasport bor ekanda. Bular o'zining Tibet ekanligini, Tibetning bir mustaqil davlat ekanligini, o'zining Xitoyning fuqarosi emas, Tibetning fuqarosi ekanligini mushti bir pasport orqali ifodalaydi. Bularning da'voning beshida turayotgan odamlarning ba'zilarining xotini Xitoy. Hatto ularning cho'ng partiyasi, o'tir yo'l tutuqliq ikkinchi cho'ng partiyasi Xitoy bilan santiq bo'sh deyishib qo'yding. Texim bakrak murosaq qilsa qo'llayotgan ikki cho'ng partiya, Tibetning ikki cho'ng partiyasi. Umumiy milliy kimlik krizisi va yoki milliy mavjudlikni saqlash va yoki Xitoy bo'lgan nafrat nuqtasidan Tibetda bizga yaqinmi kelmaydi. Lekin shundoq turg'uliq bular o'zining milliy kimligini va o'zining davlat tavalligini bu qadar aniq bir isbotlayapti-da. Endi texmi bir aniq narsa, men Wikipediadagi va Tibet surgun hukumatining bekitgan narsalardan oldim. Tibetlardan mushu pasport olganlar o'zining 1,5% yoki 0,15% yillik hisob kirimidan hukumatga boy topshirdi ekanda. 3 sapıldı. Ben Wikipedia'dan hep sapıldım bunu. Mazmun Wikipedia'nın ki. Kelgisi de budaydı. Tibet fuqarası buluşqa bir asaskanda qo'ydik. Masalan, chet elda tug'ildi ma'lum bir Tibetliklar. Bugun Tibetga qaytib boramansa, bu o'zining Tibetning fuqarasi ekanligini mana shu pasport orqali isbotlaydi ekan endi. Ondan texmi aniq bo'lgan bir masala bu yerda Tibet surgun hukumati bu orqali bularga o'qish mukofoti berdigan, bularni ishga o'rinlashtiradigan va bularning har qaysi partiyalarga saylovda ovoz berish salohiyatini bekitadigan ishlarni mushlarning qo'lidagi pasport orqali qildi ekan. Ya'ni Mishel bir kichikgina bir to'xtayli. Ya'ni Tibetning taqdiriga aloqador har qanday faoliyatlar bilan mashg'ul bo'lish salohiyati bor deb guvohlik berdi degan gap chiqilmayadi. Bizda unda yo'q. Hozir kim yangi turib chiqsa, ish shuni oldi. Gapmishadi. Bu yerda bir nima yo'q ekan. Men bu masala haqida nihoyat jiddilashdim. Nima bular qanday biz qilolmaymiz deb o'rnib baqdim. Bularning davlatdan olgan nurg'un turlari bor. Har qaysi davlatlarning keng bet ketganligiga tafsil to'xtalamiz. Bu yerda Tibet parlamenti joylashgan yerini ko'rdim. 45 a'zo ekan. Tibet Demokratlar partiyasi degan partiyaningki, Xalq Demokratlar partiyasi degan partiya 16 kishi o'rn egallabdi parlamentda. Tibet Xalq partiyasi degan partiya 14 kishi o'rn egallabdi. Undan boshqa har qaysi mazhablar va har qaysi tashkilotlar 13 kishi o'rn egallabdi. Shuning bilan bu yerda 45 odam bir parlament tashkillab bir-birini tinglashib o'tirdi. Bu parlamentda musulmon bor, men bilsam bir musulmon. Tibet Yoshlar Kongresininki Yoshlar qurultayining bir adimi bor. Ya undan boshqa Tibet ayollarining, Tibet rohibalarining, Tibet san'atkorlarining vakillari bor bu yerda. Endi bu yerdagi Tibet bu surgundagi parlamentining qarorsiz almishishi, qarorlik saylimi, baytap so'g'ishlarning ovozidan boshqa eng ostirat qarsak 2011 yil o'tkazilgan saylamda debdi, yana bir saylam keyingi yil bo'ldi ekan. 2016 yillik saylamning tafsiliy ma'lumotini bek uzunkan uni qisam betning sig'imiga yetmaydi, men qisqa qilishni elib berdim. 2011 yillik saylamda jami 83,900 Tibet saylam ovoz berishga qatnashibdi. Shuning bilan bu 83,900 Tibetning ovoz berishga qatnashgan narsasi mening bularning aktivligidan, bularning safarbarlik qilish ahvolidan, bularning qatnashish qaplanishidan hayron qolgan bo'lsa, Lobsang Sangayning erishgan ovozi 55%. Bizda bakchiq saylamlarda 98% va 100% ovoz bilan saylangan bir ishlar bor emasmi? Demokratiyadik saylamning mush 55%, 51% degan narsa bilan bakchiq munosabat bo'ladi. Bu yerda meni hayron qoldirgan narsa, masalan, Tibet Xalq partiyasi va Yoshlar kongresi bular uzil kesil mustaqillik tarafdorlari 30 ming agash kuchsi bor bularning. Har oyda 20 yevro azaq badal to'laydi ekan bular. Bu qanday qilsa Yevropadagilar qila, Amerikadagilar qila, Hindistondagilar qanday qiladi 20 yevro degan bakchiq pul tutsa desam, u vatan uchun, o'limida deyotgan odam uchun 20 yevro degan pul qanchalik pul degan javob berishdim. 30 ming odamdan 20 ming pul yig'ilgan, 20 dan pul yig'ilgandan keyin bularning ishi katta degan gapda. Bularning Belgiyada ish bajarish o'rni bor. Agar Yevropada ko'rishni xohlaydiganlar biz birga bir ziyorat qilib bularning ba'zi bir fikrlaridan o'rtoqlashsak bo'ladi. Meni eng hayron qoldirgan narsa bularning ashuna qarab turug'liq, bular shu parlament o'rni egallab turug'liqchi. Shu saylovga qatnashchilik bular. Ya'ni qattiq vaslarni oshkor javqalab turib. 30 ming odam mustaqillik uchun janimiz pidada bir safga kelgan turug'liq, bular ayrim guruh qurib olmoqlik ham. Faqat ular ayrim partiya guruh ustida Tibet Yoshlar qurultayi deb qo'ydi, Tibet Youth Congress deb qo'ygan.
Ular aşağıda turbatır ama ular hiç kaçan bu parlament katlaşışın yüzün tartıp bakmadı. Hem parlamenti mi meyli dağlayla ama yak loptan sangay. Sen gülü mustakillik deyken sen, mintillayken sen. Sendeki adam yakın keltmemiş parlamentka. Herkes kirgil koymalı mağgulün adamları kirvamısın parlamentka demeydiken de. Adam saylavatkan diken bulanımı parlamentte özgü tegişlik ornu buladı kenarında. Mana bu devlette ve bir birliksepte buluşuk tegişlik bir ruhi pozisiya dep qardım şunu. Benim heves qilgan tarafim Tibetning Vatan parlament. temisida ikkisining gibi bir şey mana. Endi hozir o'tganda Tibet xalqaro kompaniyasininki adamlar bilan ko'rishdik. Ular deydi hozir mustaqilchilar bek kuchayyapti, chunki avtonomiychilar 500 yildan yoq bir ishni qilmagan ekan. Bu zulkesil ümidsizlanib, sen böyle ish qilmadan zodi biz mustaqillikdan boshqa bekakanda barabar hozir eg'iyapti. Balkim keyingi qitimliq saylamda 2021 saylam bo'ldi ekan. 21-yillik saylamda cho'qim mustaqilchilar o'tib ketishi mumkin. U chog'da Tibetdan avval boshqa bo'ladi deyapti. Rasmiy bir davlatda partiyalar almış bilen bu hükümetin siyasi meydanına tesir etkileyecek bir şekilde bulanın işleri rətlənib məni bitib dep qardım. Ben bu modelden faydalanish için bu modelni 2017-3 ayda Dünya Uyghur Qurultayı'yla görüşken vaxtda Dolqun Efendi bilen bu ularınki bazı işlerini məsləhətləşkən boldum. Dünya Uyghur Qurultayı'ga özüm təklif bergen boldum ve başkanlık olarak təklif bergen bulundum ama cevapını kılışın ornu yok, cevap yok. Enak bir cevap yok, tedbir mi yok. Ekşi ben Dünya Uyghur Qurultayı'nın düşmanı tutunup kaldım. Asıl teşkilatlarının ismini tılgı almasım gerekti. Çünkü bu yerde teşkilatlarını hiç kaysını eyipligim yok. En nefretlik ve eyiplik tiyişlik adamlar hiç kaç teşkilat yakın kelmege adamlar da parayım. Oturup çıkıp atkan, kamerada görünüp atkan adamların her kandığı meyli o kandak bir teşebbüsünden oturup çıksın. Onu muayeneleştiriş gerek. Ama hiç demege arlaşmay, bilermenlik kılıp, danalık kılıp, abumay da koyup, ustazlık kılıp, sep tutmay, görüp tutmay, şeyh buluvagan, yalğız rahip buluvagan insanlar, bu en gereksiz insanlar da parayım. Görüp bulup, iş kılıp atkan, kamerada görünüp atkan insanlar, teşkili kurumlar, iş kılıp atkan insanlar, meyli teşebbüsünden imbuduştan katı nazar, onların özünün fikrini bayan kılış hukuku var. Hem de benim bir ümit kılırgan bu yerde, bizim kök bayrağının ortak işletilişi. Mesela Tibetlerde meyli avtonomiyçiler olsun, meyli erkanlık olsun Tibetlerin özünün milli bayrağını işletildi. Çünkü bu bayrak məlum bir rayonun, muayyen bir xalqның bayrağı oldu. Hatta Gollandiyada, Avrupa'daki ve Amerika'daki nurgun caylarda ştatның, şehirnin hatta yezdinin bu bayrağı var. Ularning nisbatan bir bayrak, o meydanını ifade etdiğin nezde qargılamayla orada fakat bir vekil, simbol şu bayrak. Hem bu yerde Xitayning mümkünlüğü hürmet kıldıran bazı bir insanlarımı bizden yeşil bayrağını götürüp verip atkan bir iş var. Ya ki ne? Yeşil dep saldım, kök bayrağını götürüp verip atkan bir iş var. Hem ben deyime eğer senin maksadın Şərq Türkistan'ın müstakilliği olmasa sen bizim bayrağını hakaret kılma. Bu bizim müstakilliğimizin simvolu dep qarayım ben. Eğer senin müstakillikle ipin kilişmese sen aşkaralı kızı bayrağını kötəgin. Bizim fikrini hürmet kılımız. Sen mi Uygur, senin mi avaz koyuş fikrini oturup koyuş salahiyetin var, biz onu hürmet kılımız. Hiç kalsana eyiplemeyiz ama sen perdeleme özanı. Xalq bir xil, xalqara bir xil, işxanı bir xil, sırtı bir xil, kameranı aldı bir xil ve üyün kirgeni bir xil bomba kılım. Benim köpçiliklerim bu. Ve Tibetlerin nöbetlik altıdın bizim alıdığan ilhamımız, siyasi göz kararlarımızdaki ve teşebbüslerimizdeki fark bizim birbirimizni çetki kışımızga sebep olup kalması gerek. Keyingi qadamga o'taylik. Tibetning tashkilotlariga qarab baqsak, Tibet Yoshlar Qurultayini hozir deb o'tdim. Bu Tibetning mustaqillik uchun kurash qilgan 30 ming a'zosi bor bir ish. Ammo ko'k pasport turi nihoyat bir muhim tur. Har qaysi davlatlarda o'zining ish bajarish o'rni bor. Hozir deb o'tdim, takrorlamayman. Tibet madaniyat markazi maxsus Tibetlardagi har qaysi madaniyat asar etiqalarini saqlash uchun mulozimat qiladi. Mush to'g'riliq o'zining turgan tur to'xtamlari va BDT'ning va har qaysi davlatlarning mushlaga munosabatli odamlar bilan aloqa qiladi bular. Bularning men ko'rgan nasl 700 ga yaqin a'zosi bor ekan, bular mushlar bilan aloqa qiladi ekan. Tibet adolat markazida Tibetda qamoq jazosiga hukm qilingan kishilarning ahvolini, ularning adliya sistemasi bilan sotlanishini talab qiladigan bir tashkilot ekan. Buning 300 ga yaqin odami bor ekan. Onun başka Tibet Kişilik Huquq Demokratiya Komiteti bor. Bu ba'zi ahvoli bizning hozirgi Uyghur kişilik turiga o'xshab ketadi. Ondan Tibet O'smirlar taraqqiyot markazida bir tur bor. Buning hozir qadar 12 ming o'smirni musharqa davlatlarning yordam puli orqali beqib etibdi. Tibet ayollar jamiyati bor, Tibet yozuvchilar birligi bor, Tibet rahibalar uyushmasi bor, Tibet turmadoshlar harakati bor, Tibetda turmada yotgan odamlarning guruhi bor. Bu dunyodagi turmada chiqqanlarningki tashkilotlarga aloqa qiladi ekanda. Ondan Tibet hayvonotlarni qo'llash fidoyilarida bir tashkilot bor ekan. Buning bir 7-8 yaqin fidoyilari bor ekan.
Her qaysi dünyadaki hayvanatlarga ko'ngil biladigan odamlarni safarbar qilib bularni tura oladigan. Endi bu yerda men misol qilib keyingi betga o'tsangiz, Tibetlarning mau betni uyg'onib ko'rish to'g'ri keldi. Tibetlarninki mau o'smirlar kenti degan bir turini ko'rsatay. Bu bir mustaqil tur Tibetlarning menayotgan. Pulning ismini ko'rsataylik mayaqdiki. Bular torbet chiqarib qo'yibdi. Mana falan yak biz maktab sanmoqchi yoki bir kamp hosil qilmoqchi, buning 600 ming dollar ketadi. Falan yak maktabga uy sanmoqchi va yoki maktab o'quvchi buyumlar olmoqchi, buning 56 ming dollar ketadi. Falan yerda biz o'quvchilarni demokratiya bo'yicha tarbiyalamoqchi yoki mashina qilmoqchi, buning 200 ming dollar ketadi. Falan yerga biz bir maktab barpo qilmoqchi yoki bo'yicha qilmoqchi, buning 1 million yoki 1,5 million pul ketadi. Bular bu turini chiqarib qo'yib, ust tarafiga qizil tasqar ust tarafiga chiqarib ekranni. Donate deganga qarang. Bu narsani chiqardikan, xalqning oldiga tashviqot bor ekan, har qanday o'smirlar faoliyatida bular o'zining tashviqotini taqdirda yo'qlab qolsangiz ishxonamiz ma'mu, pul bersangiz akkauntimiz ma'mu, ziyorat qilsangiz bekitimiz ma'mu, berib ko'rmatsangiz maktabimizda o'rni ma'mu. Bularning Hindiston, Nepalda, hatto shu Bryusseldagi Sanjilda Tibetlarning bir sinfi bor. Oldin qatim mening hayron qolgan bir ishim bularga Bryusselda singish darsi deydigan bir gap bor. Shu Bryusselning qonunini, Flandrni turayotganlar Flandrning qonunini o'rgandichu. Bu yerda qancha o'lka bor, bu davlatning ahvoli qanday, tarixi qanday, bizning turmushimiz munosabat qanday siyosat bor, bu narsani o'rganadi. Bu o'rgangan narsa Tibetcha darsi bor ekanda bularning. Ximintini bitirsam Tibetcha dars olmaysan, mayani bilsang deydi-da. Emniyet Belgiyada Tibetning soni 3 mingga yetmaydi. Ammo bular bir rayonda to'plashib o'tirganlar-da. Asli gap oyaldi. 3000 Tibet birla rayonda o'tirib, shu rayondan rando, ya'ni ko'rishma izni olmoqchi bo'lsa, shu shaharlik hukumatning ko'rishma izni olgan yerda maxsus Tibet ujrati bor yani. Bularga ma tartib, ma insonchilik nihoyat qoyil qildi-chu. Endi Antwerpenda boshqa shaharlardan ko'rdim, Tibetlarning oshxona ichayotgan bu ishni, ammo ularning asosiy markazi mushadan. Bir poytaxtni to'xtatib qo'yib turib, boshlaylarda andan o'zining faoliyatini olib bordi ekanda. Keyingi betga o'tsak. Endi bu yerda men o'yladim, nimalar ekan bu Tibetlar qani biz nima ish qilolmaymiz, shuncha ularni postimiz, media safosimiz Tibetlardan ustun desam, birinchi masala bizdagi umumiy xalqning safarbarlik qilish masalasi. Hem tashkilotlarimiz yillarning yoki eng sala qarayotgan masalasi shu. Nurg'un tashkilotlarga qarab boqsak, malla qilsam bo'ldi, yoqasini aralashmasangmi bo'ladi. Biz yaxshi qilyapmiz, obdan qilyapmiz. Navbat obdan mengyapmiz ishlar, obdan uxlab bizning haqqimizni daqib, bu topsanglar 5-10 oydan birib qo'yinglar, bo'lmasa biz yaxshi qilamiz, bu ishni yoqasini avara bo'lmasangmi bo'ladi. Bu xil shaklda bizning ishlar-chi. Safarbarlik qo'zg'aydigan bir umumiy sistema va yoki programma plan hozirgida turg'izilmoqda. Hattoki xalqning qo'zg'alib ketishining oldini oladigan, xalqning og'zini echilib qo'yishlik bilan etishga uringan bir ahvol borda. Ondan yana bir masala bizdagi aktivlik. Bayatın Tibetning ahvolini deb o'tdim. 30 ming odam Hindistondagi bir oyda 200 dollar ishlayolmaydi. Ashunday holatda o'zining mustaqillik uchun bir 20 yevrodan pul ataydigan bir holatda. Endi bularning bu holatiga ya bularning qandaq bir aktivligi, bular ya jannatga kirman deb o'ylandim, mustaqil bo'lsa, ularni jannatga olgan muhabbati biznikidan sapmi? Qandaq bir muhabbat ularni bu 20 yevroni chiqarishga bir hisobga akiladi va yoki bizni qandaq bir narsa, bundaq bir fidokorlik, bundaq bir sabitsizlikni to'sib qoldi, bu bir savol endi. Ularning tashkiliy sistemasi va ish bajarish tartibi bayatini o'smirlar turinikini o'tirib qo'ydim. Hatto bular hayvonotning turdimi? Tibet bökünde bir böken bakar, bökenni qo'llaydigan turga bular BDTdan tur iltimos qilayotganda, bu turni iltimos qilib, andan Xitoyga o'tlab qo'ygan bu turni. Tibetlar ashlarning digini bo'yicha ashlarni minishga majbur ekanda, andan Tibetlarning Rekazidagi bir ishki butxonasining ahvolini butxonda kerak ishim yo'q ekan, rasmini ko'rib to'g'rilab qoldim, dovlab qo'ygan bir toshkan u. Ammo u tosh dovlab qo'ygani 500 yil bo'libdi-da. Bir rangliklardan 12 ming esib qo'yibdi. Endi u bir asos yo'q ekan. Bular aşinasını qo'dab qilish uchun BDTdan, Amerikadan, aqsh davlatlaridagi, budda davlatlaridagi ashunday turlardan tur iltimos qilayotganda biz mana saqlab qolmoqchi degandan bular uningga bu mas'ulning turi bu hech qanday Tibetning turi emas shaklda bularga plagiat qilgan, bular andan Xitoyga o'chirish ekan. Sen mas'ulni saqlaydigan biz bu yerda tur qildik, mas'ulni saqlamasang olmaydi. Bu Xitoyga nisbatan bir besim bo'ldi ekan, Xitoy buni BDTning va yakmalim bu davlatning turi ustida agar unimisa buni jadal qilib chiqardi ekanda. Magulni qara xalqaradan tayyor pul versa bizim bu tanrı hesaplamada ilgili gap bo'ladi ekan. Uning amal yo'q. Xitoymi dunyoda bir normal xalq cumhuriyati deb atılayotgan davlat bo'lishga tirishayotgan bo'lgandan keyin u masalalarni rad qilish amalsiz qolish kerak. Shu Tibetlarning madaniyat qarorlarini saqlanish ahvoli biznikidan jiq yaxshi endi.
Bu tertip en muhimi bulardaki mat tertipnin izchilligidir. Bizde 3 gün bir adamla qo'lda 4-cü gün herib qoladigan bir kayfiyat var. Sebeplerle nəhayət yaxşı bir tərəf oldu deb oyladım. Şuna bizdə umum xalq səfərbərliyi, aktivlik, təşkili sistema, tərtib və izchillik haqqında bilish kerak deb qardım. Anda olsa, xalqlar şu qo'raq gap qiladi ekansa, şu sen qilsang umumdan da olsa degan bir savol keldi-da. Men bunun chiqishini bildim. Tadbirlar qildi, xalqni qilamidi dedim. Anda olsa sen qilsang umumda xalqni qilamidi degandik endi. Çünkü bir adam so'qishib ketganini ko'rdik. Biz bir qilsang umum desak, senmi adam sen qilsang umumda to'lab yurguncha degan savol bizga qo'yildi ekan-ku. Keyingi betga o'taylik. O'tib ketaylik bu rasmdan. Endi men buning uchun umum xalq safarbarligini va yoki umum xalq uyg'unishini qo'lga keltirish kerak deb qardim. Buning uchun qanday qilishimiz kerak deb qarab, men tashabbusiyatda biz e'tirof qilish tegishli, tavranmay, mahkam turish tegishli bir necha prinsip bor deb qardim. Bu prinsiplarning masalasi hal bo'lmasa, bizning mangulik masalamiz hal bo'lmaydi deb qarayman. Bu meselenin birincisi bizim müstakillik nişanımız. Biz müstakillik nişanımızı tevrenmeyi, mehkem turulgan, her qanday ahvalda mürəssəyə qılmaydigan bir yer kelmesek, bizim keləcəyimizdən, milli mövcudluğumuzdan izlaş qılamaydı. Biz fakat ölümünü iştirip koyumuz keyniga. Biz vakti utuşumuz mümkün. Ama seni öldürmediği adamga buptu, men nikahını alsang al, bir 5-10 yaşı vakti koysan olur degandek bir tallaş oldu. Ben bu yolda Xitayga tekkan shahzodam ekan-ku, maqtim bir savolning ismi chiqdi. Unda Xitayga tegib yig'lab turib yashashni emas, Nuzgumga o'xshash o'ltim etib cho'llarda 6 oy qochib jodiga besib ketishni sharafli tanlash deb qarayman. Bu haqda qarindoshlarimiz menimcha tavranmay turib mustaqil nishonimiz bo'lishi kerak. Mayli vatanda hech kim qolmasin, eng oxirgi bir jup Uyg'ur qilib qolgan qadar mayli u palash bo'lsin, mayli u rakesining oxirgi bosqichiga berib qolgan iqtidorsiz bir laqma qiyri bo'lsin. Men mustaqil bo'lsam bo'ladi deb armonda ko'zni yummoq kerak. Murassa qilmasa kerak Xitoy bilan. Yaşıqlı qoyğan bo'lsa biz unda qilmay turib, avtonomiyani bergan bo'lsa biz mustaqil bo'lamiz demay degan rasvo paranglar bizning og'zimizdan chiqmasa kerak deb qarayman men. Bu bizning xuddi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh o'xshash murassa qilib bo'lmaydigan bir qizil sizig'imiz. Bu sizikni biz mahkam tutmasak, biz o'zimizning mavjudligini saqlab qolish tugul. Biz qarmoq shundoq ko'rinamiz, Xitoyning bizni osmonga qilishiga va bizning ustimizning uzil kesil irqiy qirg'inchilik yurgizishiga vaqt o'tmagan bo'lamiz deb qarayman. Xuddi bayatın taşıtlab ketayotgan odamning rasmiga o'xshash, bizning mustaqil bo'lishdan boshqa hech qanday chiqib yo'limiz yo'q. Ikkinchi, xo'sh mustaqillikning masalasi hal bo'lib ketdi, ko'tarilmaydi uchun tashlab kerak navbatda mustaqilligimiz desak. Masalan, biz oldin qatim ko'rdik, mana shu Hizbut Tahrirning bosh betida xilofatdan boshqa hech qanday kuch Sharq Turkistonga zulmni ado qilolmaydi. Biz xilofat qurib Sharq Turkistonda diniy hokimiyat o'rnatish orqali, xilofat hokimiyati orqali Turkistonning zulmini to'xtatishga chaqiriq qilamiz ko'pchilikni degan bir chaqiriqni ko'rdik. Endi buningki batning ko'rish statistikasiga qarasam 100 ming odam qatim ko'rilibdi bu bat. Xo'sh. Endi bu yerda bizning kimning mushtaq signal berganini ko'rmadim. Hizbut Tahrir dunyoda bir zarb berish obyektivdir dunyoda. O'zining fikrlab turgan bir tal dodi yo'q. Dodi yo'q degil bir tal Facebook bitib çünkü onu pat itip durdu, yanıdan içip durdu. Şu an onunla bir muntazamlaşkan, izsiz davamlaşıyotgan bir atal Twitter hesabına mı tanıyor hatta. Muşunaq bir organның meselesinin bizim işimizga aralashışı ve bizim işimizin ular bilan birleşip qilishi. Unisi oldin qatim Yangi Zelandiyada bir qirg'inchilik bo'lgandan keyin barcha qarindoshlarimiz ko'p tushdi. Voy, shu ahli salib bilan Xitoy bizning dushmanimiz deydi-da. Endi men bu masalaga qarta deyman, sen ko'tarilmaydigan yukni ko'tarib nima ish qilsa desam, nurg'un qarindoshlarimiz bu o'z darajasida vijdonsiz bo'lib ketmadi. Musulmonlar emas bizning qarindoshimiz, Falastinning da'vosi va Yangi Zelandiyadagi musulmonlarning da'vosi bizning da'voyimiz degan fikrlarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Men deyman, bizning masalamiz mustaqillik. Nishonimiz mustaqillik. Mustaqillik munosabatsiz boshqa har qanday inson har qanday masalani tashkil etish kerak hozir biz. Biz mushimizda birlik kelishimiz kerak. Shu chaqda biz kuchimizni birlashtira olamiz. Xuddi musulmonlar Qur'onning atrofiga uyushganga o'xshash, o'zimizning mustaqillik nishonini bir Qur'onga o'xshash muqaddas bir nishon deb qarab turib, shu nishonning atrofida uyusha olamiz deb qarayman. Shunga biz ko'tarilmaydigan butkul dunyo musulmonlarining g'ami va yoki Falastinning g'amiga o'xshash undaq bir g'amni bizning lug'atimizdan chiqarib yetish kerak deb qarayman. Ondan uchinchisi, bizning ba'zi bir qarindoshlarimiz hayvonliklar bilan ko'rishkilar va yoki Xitoy demokratlari bilan ko'rishkilar boshlab taki ba'zi xabarlardan qarasam hali aktiv deb qarayotgan qarindoshlarimizni necha kundan keyin keladigan bu 6-oyning to'yatidagi Tiananmen maydoni qirg'inchilik faoliyatiga qatnashib Sharq Turkistonning masalasini anlatmoqchi ekanda. Xo'sh. Masalan shu bu Xitoy demokratlari bilan bizning nima ishimiz bor? Mening pozitsiyamda Xitoylar demokratiya bo'lamdi, kompartiya bo'lamdi, mening ishim yo'qku ish bilan.
Ulu kandak sulalı kuramda, uzun çaş kuramda kandak yaşasken şundak yaşaversin. Benim işim yok. Şarkı Türkistan'da müstakillik lazım bizge. Ulu Şanghay'da, Beijing'de neymiş kıskılı vasın. Men bilen hiç kandak münasebet yapıp qarayım Xitay'dan umumi işini. Şoň meýle Xitay'ın demokratlar bolsa hiç qaysı biz bilen ortak bir nişanımız, qarmakka düşmanımız okşaşdak bolsa biz aldan nişanını koyup koyumuz. Meýle sen Xitay demokratı bol, meýle sen Xitay okuşda hareketiga mürəssä kılgan bir teşkilatçı bol. Birinçi şart sen Şarkı Türkistan'ın müstakilligini itiraf kılışın gerek. Şarkı Türkistan müstakil boldy, biz Şarkı Türkistan'ın müstakilligini itiraf kılgan bir Xitay kurumuz desem, şu çağda biz senin bilen hemkarlaşymyz we seni dost dep garaýmyz. Eger onda bolmasa sen okşaş bizning düşmanymyz. Bu prinsipni mahkam turishimiz kerak dep garaýmyn men. Şoň biz bu aralykda xuddi bizning atalmış 2. Cumhuriyetimizdeki 11 bitimini tuzgan bazı rehberlerimiz hem de atalmış dep kaldım rehberlerimizni kırnaşla toğru düşensin. 3. vala Cumhuriyetning vekili bolup oturup düşüp halkın vekili sifatida 11 bitim imza koyup düşken gün ulan atalmış demek amalımız yok. Bir şerefli Cumhuriyetning rehberleri aşnak bir şerefsiz kelişimge imza koyup qarap turup Gümüşhan dağının bizni eli verişiga bir yeşilçak yıkpagan bolduq. Hatta Mavzun Xitay taptatmay turib Şuwadi inqilobi, Jungo demokratik inqilobining bir qismi degan şuarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ya'ni biz 20-30 ming odamni qurbon berish badliga, Sheyxudagi shu rizvangullarni qurbon berish badliga biz Xitoylarning kompartiyasining Xitoylarning Gomindangini ag'dirish uchun bir peshka o'tdik. Qoral bo'ldi Xitoy uchun yanada. Hatto keyingi mezgillarda biz o'zimizning panturkizm ideyasi bilan Gomindangning qo'liga peshka bo'lib xizmat qilib Sovet İttifaqının 2. Cumhuriyetimizni yıkıtışıga peşkop berdik. Qoralып berdik. Şoň bizning şuarymyzyň togry bolyşy, insani bolyşy, vijdani bolyşy, imanga uygun bolyşy näçinçi mesele? Bizning togry şuarymyz düşmanlaryň paýdalaş qoraly bolup ketdimi ýok? Bizning nöwetdäki mustaqillik nişanymyzga paýda ýetgizip atamdy we ýa-ki düşmanyň qoraly bolýan bu nerse menimçe bundaq bir addy strategik hukumny her bir Uygur, her bir Şarkı Türkistanlyk gaýtadan bir tarazyga oturgyp bakmak lazım. Düşmanın ornunu köpeytmezsek, Kur'an'ın ornunu tutuş katarlık meselelerde kısa qarı gap, hazır gap uzarap ketdi, iftihar kısa vardı. Men bu haqda keyin yana tafsili bir narsa kelime. Men umuman Tibetlerning hazır qalıtı kilişini bizning nöwetdäki birinci qadamlyk basqyçymyz dep garaýmyz. Nurga adamlar der Tibetler mustaqil bolanmady o da. Tibetler mustaqil bolanmady. Sen mustaqil boluşynyň gepini goýup turup hazır Tibetlerning hazır ahwalyga kilişiniň gepini qila. Hazır Tibet'nin müstakil ketişi, Tibet'nin ve Tayvan'ın ve Şangay'ın müstakil ketiş meselesi Xitayning kompartiyasına aldırılıp ketip, Xitayda bir demokratik sisteminin ve Xitay parçalangan bir sistemini barlıq edecek bir fırsatını kütüp atıdı. Şu fırsat kelgen vaqtda Tibet'nin 120 ming pasportu ve admi ve 40 ming qoral tutalaydigan admi ve Tibet hükümeti derhal özünün partiyalarını başlap kiripla Tibetlerinin partiyasını seferber kılıp, Tibet kurallarını seferber kılıp durup, Tibet müstakilligini hatta tiş kolu bilen tashabbus qila oladigan xuddi Kataloniyadagi Kataloniyaning mustaqilligini talab qilgan partiyalarga o'xshash o'tirib tushalishi mumkin. Agar Xitoyda bir demokratik sistem unutilib qolsa, kelgusida ular har qanday bir sabab bilan Tibetlarning mustaqilligini talab qilgan bir partiyani etanmaydi va yoki u yerda bir qanday to'qinish yuz berishi mumkin. Unda bo'lgan taqdirda bu ish bir tashkillik, sistemlik, ko'lamlik bo'ladi. Bular hozir hech qanday ish qilinmayotgandek, ya'ni ko'ringan bilan muzning ostidagi bir harakat bor yani. Elbette. Bu da tayyalar. Bu da hazır şu taş yolunun yasalışını saklap duruyordu. Taş yol yasalsın bu da maşini tayya. Soňra men Kur'an'ın ornunu tutuş ve başka taraf meselelerde biz ittifaqdışımızın payda kılmay turup, biz özümüz kölemleşip, özümüzün tayarlığını tutup gözmey turup, biz çoğun gaplarını kılışımız hiç qanday orun yok. Biz en awal meselenin özümüzden başlap, özümüz meseleler kılışımız gerek. Şu çağda onun diken biz taşkın meselelerge ve kelgüsüdeki meselelerge özümüzün planını toğzalayımız ve olağı yüzünü alayımız dep garaýmyz. Çünkü özümüzün bilgende, özümüzün tayyakanda onun için halkın aldığı bağlı boludy. Men halktan meblag salanmak demekçi bolsam, awal dükkanımda tayyalap, planımda tayyalap, meni var dükkan tayya, aşpaz tayya. Men ornumu okuşup koydum. Şu ijaraga alıngan pul lazım bu kaldı, jozorunda pul lazım kaldı menim aşpaz. Men de rispen münasibet plan manasib kötsetsem onun için halkın meblag saldıra alayman da. Paydasını aldık koysak. Sakulat dep halkını aldık bolsam, nemiş kılsa patlantata boltursam halk makul vermeydi de. Bu bek addy bolup kaldy, keyinki bet göteýli. Endi men dep ötdüm, hazır uygun iş üçin yukarıdaki 5 meselede biz birlikte keltirişimiz gerek fikrimizde. Anda bolsa biz teşkilleniş üçin, yani ýeňilikni ýartyş üçin bayağı bizde batkan özümüzdeki fidakarlyky özüni ataşny bilmeýdigan, burun tayyatap bu pozisiýany
boshqa havola qilib qo'ygan inqilobni bu xil xarakterni qandoq yo'qtimiz degan masala haqida keldi. Men bunida tashkillanish kerak deb qarayman. Yanada tashkillanish kerak. Chunki biz jamoat bilan mangadigan xalq og'illarimizdan 5'i bir yerga berib bizni chaqirmasa ko'nglimiz keladigan bir xalqcha bizdan. To'g'ri. Biz jamoat desak, biz tashkillansak, o'rtaq maqsad, o'rtaq harakat, o'rtaq sistema qura olsak, biz cho'qim biz jamoatning umumiy iqlimini aylantira olsak, mustaqillikni talab qiladigan, mustaqillik uchun badal to'laydigan bir ishni oramizdagi har qanday pasif insonlarni bizning ko'rishimizga ovoz qo'shmaslikni nomus qiladi deb qarayman. Menimcha bu imkoniyat bizni Tibetdagi qaraganda bir ustun bo'lgan bir yoshirin bir fursatni saqlab turyapti. Bizda o'rtaq maqsad bor, ammo o'rtaq harakatning plani o'tirib qo'yilmayapti, o'rtaq sistema bo'lmayapti. Keyingi betga o'taylik. O'rtaq harakat uchun menimcha biz bir ommaviy asosga bo'lamiz. Bu ommaviy asosni yaratish uchun biz g'oyamizni tarqitishga, iqtidorimizni kuchaytirishga va buni izchil davomlashtirishga muhtoj bo'lamiz. Keyingi betga o'taylik. G'oyamizni tarqitish, iqtidorimizni kuchaytirish, izchillik. Men buning uchun Uyg'urlar siyosiy partiya qurish kerak deb qarayman. Men masalan Tibetdanikini ko'rdik, Tibet Demokratiya partiyasining ahvolini ko'rdik, Tibet Xalq partiyasining ahvolini keyin vaqt yetsini tafsili boshqalar to'g'ri ko'rib olsa bo'ladi. Mayli qurishdan qat'iy nazar ular bir siyosiy partiyadan o'tirib chiqdi. Endi Mao siyosiy partiya vakil aniqlamada debdi, siyosiy partiya muayyan bir jo'grafiyalik zaminda bir turkum o'rtaq siyosiy g'oyaga ega. Rahbarlik sistemasini qurishda o'rtoqlik kelgan kishilarning hokimiyat yuritish uchun kurash qiladigan to'plami. Masalan, biz Amerika bir tashkilot vakil deb anglasak, bu tashkilotning nima ish qiladigan tashkilotligini bilmaymiz shunami. Ammo Amerikada bir partiya vakili desak, Amerikadagi falon partiya deb qo'yishil aniqlik qo'limizga keladigan partiya cho'qim bu prezident saylovida qatnashib, ash parlament o'rniga egallab, o'zining hokimiyatini, o'zining prezidentini o'tirib chiqarish uchun tirishayotgan bir narsa bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Chunki siyosiy partiya butkul dunyoda hokimiyat uchun o'tirib chiqadi. Masalan, dunyoda hech qachon bir siyosiy hokimiyat uchun bir tashkilot o'tirib chiqqan emas. Gollandiyada, Belgiyada va dunyoning hech qanday yerda parlamentda muayyan bir tashkilot saylovga qatnashib, hokimiyat uchun o'zini ko'rsatmaydi. Ular siyosiy partiya sifatida o'tirib chiqadi. Hem shundaqla bir o'rmon qo'g'daydigan va yoki o'smirlarni qo'g'daydigan va yoki savdo ilg'aydigan bir o'rin o'zini partiya deb atmaydi-chi. Yo savdo tashkiloti bo'ldi, hayvonlarni qo'g'dash tashkiloti bo'ldi va yoki velosipedlarni tanharakatni ilg'aydigan tashkilotlar va yoki ayollarni huquqini ilg'aydigan tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ammo ayollarning huquqini ilg'aydigan partiya deb partiya bo'lmasligi mumkin-da. Ular faqat shu partiyaning umumiy mexanizmining va yoki nishonining ichidagi birisi bo'lishi mumkin. Ammo bu partiya shu parlament o'rniga egallab, o'zining ovozi orqali hukumat besim ishlatib, o'zining muayyan bir jo'rafiyalik zamindagi huquqini kapolatga ega qilmoqchi bo'ladi bu partiya orqali. Endi partiya haqida bergan yana bir tushunchada debdi, partiya o'rtaq planda birlikka kelib, bir o'rtaq siyosiy tashabbus uchun harakat qiladi. Siyosiy partiya jamiyatdagi siyosiy ixtiloflarning ifodalanishi, shundaqla bu ixtiloflarning to'planishi. Endi ko'taylik. Partiya bilan tashkilotning hozir bizning tashkilot to'g'risida gap qilyapmiz, anglayapmiz. Zaten tashkilot ismini qo'llayapmiz, ammo tashkilotning asli mohiyati yo'q-ku bizda. Men keyingi bab so'zlaymiz hozir uni. Siz da'vatgan partiya tashkilotninki davlat kurumlarida yer ilishi yoki siyosiy harakatlarda davlatsimon shaklda ilib borishda tashkilot nomida emas, partiya nomida bo'lish. Partiya hozir o'shga yaqin tafsili so'zlaymiz. Shu babda deyishaylik. Tamam. Tushundim. Ondan siyosiy partiya nima desa, o'rtaq harakat plani, ish taqsimoti, bu narsa muhim. Ish taqsimoti va intizom orqali qadimgi zamonda faqat askarlar ishga tushiradigan zamonaviy hokimiyat tartib mexanizmi. Masalan, burun Chingizxon qanday hokimiyat tartib olgan? Askar orqali sinama. Napoleon qanday hokimiyat tartib olgan? O askar. Bugungi dunyodagi eng kuchli inson Trump shundami? Ha. Qanday hokimiyat tartib oldi? Siyosiy o'zgarishlar, ya'ni saylan bilan. Ha, partiya bilan. Partiya bilan. Shunga deydi, siyosiy partiya bugungi kunda burungi zamonda faqat askarlar ishga tushiradigan zamonaviy hokimiyat tartib olish mexanizmini turg'izdi deb qarar ekanda. Siyosiy partiya bo'lmagan bir ijtimoiy to'plumda demokratiyani, siyosiy barobarlik va fursatni bo'lishini tasavvur qila olmaydi deydi. Demak, Cumhuriyet deb atalyapmiz. Biz Islomiy Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb atalyapmiz. Unda bu Cumhuriyetni tashkil qilgan partiyalar qani? Bizning Cumhuriyetimizning parlamentida qanday partiyalar o'rin tutyapti?
Bunu Tamam. sormak lazım. Anadaki siyasi partiye Cumhuriyet'te patlayan bir devlette tinchlik berpa qilishning. Shundaqla o'qitish kuchlar masalasini hal qilishning birdan bir yo'li. Agar partiya bo'lmasa, necha yuz parlament a'zosi ma'lum masala muzokara qilganda o'xshash fikr qilgan odamlarning bo'lmaganligini ma'lumotchilik kelib chiqadi. Partiya bo'lganda ular maqsad ostida to'plashadi ekanda, maqsad ostida bir yerga keladi ekan, o chaqda parlamentda 100 odam 100 xil fikr qilish emas, 100 odam ikki partiya bo'lsa ikki fikr qiladigan, 3 partiya bo'lsa 3 xil fikr qiladigan ahvol bo'ladi degan gapda, fikrlar cho'g'lashadi, markazlashadi degan gap. Siyasi partiya o'xshamagan bir turkum odamlarning, ko'pchilik odamlarning g'oyasi vakillik qilib siyosatga qatnashish uchun imkon yaratadi deydi. Siyasi partiya Cumhuriyet tuzilmasining kam bo'lsa bo'lmaydigan asosiy halqasi. Siyasi partiya davlatning qonunchilik qurilishi, idora qilinishida, hukumatning raqobat va nazorat mexanizmini turg'izishda turkilik rol o'ynaydi. Siyasi partiyalar ommaviy fikrni yetaklaydi, fikr hosil qiladi, shaxslarning ish unumini ko'taradi. Partiya fuqarolar bilan siyosiyonlarning orlig'ini bog'lashda halqalik rol o'ynaydi. Chunki hamma fuqaroning siyosatga to'p qo'shadigan, siyosatni o'ynay oladigan iqtidor bo'lmaydi. Vatanni o'ylaydi, ozodlikni orzu qiladi, ozodlik uchun jonim kasb bo'ladi deydi, ammo ular qaysi qatnashib qanday to'p qo'shishni o'qmaydi. Partiyalar bularni tashkillab, bularni yetaklaydi, bularga ideya berdi, bularning kuchini, bularning iqtidorini shu partiyaning nishoni uchun sarf qilishga sistemaga keladi. Bu xuddi bir kesak yo'lda to'sish keraksiz narsa, ammo bir binoning bir qismi aylangan vaqtda binoning kam bo'lib bo'lmaydigan bir qismiga aylandamizda. Shunga biz Sharq Turkistonliklarni har birimizning bir kesak deb qarsak, partiyalar bu kesaklarning bir temi bo'ladi-ku. Bir tam birlashib bir bino shakllanadi degan gap. Endi yana bir maqsadi, oxirgi gap, siyosiy partiyaning maqsadi hokimiyat yurgizish. Siyosiy partiyalarning boshqa partiyalar bo'lgan hokimiyat tanlash raqobati o'rtaq g'oyaga kishilarning hamkorlik iqtidori va kurash irodasini tavlaydi. Ya'ni raqobat insonlarning iqtidorini tavlaydi deydi-da. Agar ma'lum jihatdan aytganda kishilarning siyosiy partiyaga uyushishi demokratik tuzumda kishilarning xizmat aktivligi va yangilik yaratish iqtidorini joriy qildirish sharoiti yaratadi. Agar undaq bo'lmasa, nurg'un iqtidorli odamlar oramizda, masalan, Yaponiyada 2 ming doktorimiz bor bizning. Asosan yuqori sifatli odamlar, Amerikada uningdan bijik, ammo bizning vatanning besh mushincholar ig'ir kun kelgan chaqda, hatto Facebook chiqib bizning bir guvohligimizni taqib qo'yishga, guvohlik bilishmayapti tutun. Boshmaltaq bilish yarmaydigan doktorlarimizning nurg'unlari bor. Ularning bilimi, ularning farosati acaba vatanimiz uchun xizmat qilmasa kerakmi? Biz ularni qanday barimizga kelolmaymiz. Biz siyosiy partiyalar orqali bir jamoatlashish do'lqinini qo'zg'ay olsak, biz tashkilotlardan halqib o'tib partiyaga o'talisak, odamlarni va yoki ushaq guruhlarni markaz qilgan narsadan ideyani, g'oyani markaz qilgan siyosiy partiyalarga uyusha olsak, o chaqda biz umumiy bir jamoat iqimi orqali oramizga har qanday bir odamni sepimizga majbur qiladigan umumiy bir iqimni hosil qila olamiz deb qaraymiz. Masalan, to'pi oqmaydi, tushunami? O'simlik oqmaydi. Ammo kelkun kelgan vaqtda to'pimi oqadi, o'simlikmi oqadi. Hatto daraxtmi oqadi vaqti kelsa. Biz navoda o'zimizning irodasini, mustaqil bo'lgan talpinishini bir iqimga aylantira olsak, bir kelkunga aylantira olsak, o chaqda bizning har bir Sharq Turkistonlik o'zimizning siyosiy partiyalarga, o'zimizning siyosiy tashkilotga qatnashgan umumiy bir aktiv iqimni yarata olish mumkin deb qarayman. Bayatın sualı Amerikalık partiya bilen tashkilotlarning farqi. Ko'pchilik deyish mumkin, Uyg'ur shuncha bora tashkilot bor, yeni san partiya qurishni gapini qilyapsan-ku, yetmadimi bizga bu tashkilotlar? Turkiyaning o'zida 30-40 tashkilot bor deydi-da. Menda 30-40 tashkilot bor ekan, tashkilot qatnashgan qanchalik odam bor, qatnashmagan qanchalik odam bor deyman-da. Ehtimol bayli qanday tashkilot bo'lsin, tashkilot qatnashayotgan odamlar 5% ga yetmasligi mumkin. 4 kishilik, 5 kishilik, 10 kishilik, 20-30 kishilik tashkilotlar, 100 kishilik. Tibetlarning oddiy rahiblar tashkiloti, Tibet rahib xotinlaridan tashkil topgan bir rahiblar tashkiloti bor ekan. Bular dunyodagi xristian dinining rahib xotinlari bilan bo'lgan tashkilotlarda ancha-muncha kiyim-kechak bu haqida hamkorlik o'rnatib, bularning ba'zi bir yordamlarini iltimos qildik. Aslida 700 a'zosi bor ekanda, bizda taq Uyg'ur 700 a'zosi bor bir guruhni ko'rmadimmi? A'zolik sistemasi bilan muntazam badal to'laydigan, minimum mushlarning a'zosi deb insonning ichida yashayotgan undaq bir guruhni ko'rmadim. Bizdagi ishlar 4 kishilik, 5 kishilik bir istiqlik şekilde açık yapmaz anağını da onu toplayan şekilde yapılanmatıda onu burul soluk burul minimal grup başlığı minimal satının maliye mesulü minimal asker başkanı mesul ondan bir vaziyet taksim kılınan şekilde bir partiyeleşken bir teşkili sistemini ben tak görmedim. Siz gördünüz mü? Yok.
Şunu men tashkilotlar va partiyani bir selishtirib qo'yish kerak deb qarayman. Hozir keyingi o'taylik jadval. Partiya nima tarafidan barliq keladi? Tashkilot nima tarafidan? Selishtirish suolini o'tirib qo'yishni xohladim. Partiya o'rtaq hokimiyat yurgizish irodasi tarafidan barliq keladi. Ya'ni hokimiyat egallaymiz shu muayyan bir zaminda yoki Amerikada yoki Fransiyada yoki Gollandiyada degan bir ideyaga odamlar bilan bir partiya shakllandi. Ammo tashkilotchi kichik munosabat tarafidan shakllandi u. Men ko'z qarash o'xshab ketadigan 10 og'inamni bir yerga kelib, men bir taklif qilishim mumkin. Ondan partiya qanday barpo bo'ladi, tashkilot qanday barpo bo'ladi. Partiya o'rtaq siyosiy program orqali barliq keladi. Ammo tashkilotchi kichik munosabat orqali. Og'inam bo'lsa, mening tashkilotimga kirib qoladi-da. Men tunmaydigan odamlar mening tashkilotimga oldirib kirmaydi, o'yg'irdim. Men ham kirdimayman men uchun. Qiziqibmi ketmayman, chaqirgan bo'lsa, ber tamg'im yeb kelmanki, tashkilotimni kengaytirishni qo'yib bo'lmayman men u yerda. Ondan nima uchun tashkillanadigan bir savol bor. Partiya muayyan siyosiy maqsad uchun, ya'ni muayyan bir jo'grafiyalik zamonda, ya'ni Sharqiy Turkistonda hokimiyat yurgizish uchun tashkillandi. Ammo tashkilotchi ko'z qarash va xarakter, mijozimiz kelishgan 5-6 og'ini bilib qolsa, bir tashkilot qurib qo'yganimiz borda. Endi mijozimiz kelishida ko'z qarashimiz o'xshab ketadi ba'zi ishlarga, yoki biz Bijutdan keldik. Shuning bilan biz bu yerda bir ismdan beni qo'yiblar, yoki ma'rifni yaxshi ko'rib ketadigan, ma'rifni qo'llagan siyaqni ko'rmoqchi bo'lgan afam sifat insonlar bo'lsak, ma'rifni qo'llamoqchi bo'lib o'tirib tushimiz va yoki biz dinni yaxshi ko'rgan insonlar bo'lib o'tirib ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsak, islomiy va yoki hadis va yoki bir diniy atalg'idan birini o'tirib qo'yamiz va yoki biz pan-turkizmga maftun bo'lgan insonlar bo'lib ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsak, Buyuk Turkiston degandek bir insonlar bilan va yoki Turkistondagi ismlar bilan o'tirib tushimiz, mushkil shaklda tashkilotlarimiz borliq keltiramiz. Ammo tashkilotlarning tashkillanishi, sistemasi, uning qurilmasi, uning a'zolik sistemasi, intizomiy kengayishi, xarakteri bu jihatni qanchaqada ular siyosiy partiya bilan selishtirib bo'lmaydi. Chunki diqqat qilinig'ini siyosiy partiyada kishilarning o'rnini o'lchaydigan narsa xizmat natijasi. Ammo tashkilotlarda kishilik munosabat. Men tashkilot qurgan bo'lsam, ko'nglim yaqin og'inamni olib muavin qilib qo'ymanda. Adash tili bilan deblan bizning moliyaga mas'ul qilib qo'yim, uning qanchalik iqtidori va hisoblamayman-da. Ammo partiyada unday olmaydi. Uning xizmat natijasi iqtidorini o'ylashmasak, biz boshqa partiyaga o'tirib qo'yamiz. Biz saga qilmasak olmaydi bu ishda. Raqobat bor, chunki boshqalardan keladigan. Ko'nglim tatdi deb ismini yozolmaydigan og'inamni moliyaga mas'ul qilib qo'ygan bilan, ertaga partiyaning moliyasi mas'ul chiqsa, butkul kishilarning partiyaga ishonchi tavrab ketsa, mas'ul chiqmamdi. Chong bu yerda partiyada xizmat natijasi partiyadagi kishilarning o'rnini, munosabatini belgilaydigan bir omil bo'ladi. Bu partiyaning tashkilotlar bo'lgan eng chong bir taraf. Yana bir tarafdan partiyaning nihoyat izchil va uzun davomlashadi. Masalan, Demokratlar partiyasi Amerika davomlashayotgan 200 yil bo'lib qoldi-da. Ammo bizning tashkilotlarimiz qanday nihoyat o'zgarishchan ham qisqa. Qo'shaqmay qolsa tosh ketamiz, qo'shaqmay qolsa chekinib ketamiz. G'oya tashkilotlarimiz qurilib 6 oy yo'qib ketganini ko'rdim. O'zim shohid bo'ldim, g'oya tashkilotlarimizning bir oy mavjud bo'lmaganligida qurilib 15 kun bo'lgan chog'da o'tirish kvartalga ishib, kavobni gaplarishib qilib, shuning bilan bo'ldi, qurmadi qava, bunda tashkilotni daftan tashkilotni yo'qib ketganini ko'rdik ham. Tashkilotning umum xarakteri o'zgarishchanligi mana bu ham bizda hozirga qadar bir tarixiy 10 yildan oshgan dunyo qurultayidek va bir necha kon tashkilotlar bor. Ammo u tashkilotlarning umum xarakterining programmasidan qaragan chog'da ularni siyosiy partiya bo'lishdan va a'zo sonidan ko'lamidan qaraganda undan bakchiroq. Chunki ular muayyan bir jo'grafiyalik zaminda hokimiyat yurgizish irodasini aniq o'tirib qo'ygan yo'q. So'nglashgan men bizning ko'limimiz, tashkiliy shaklimiz, ish bajarish tartibimiz qator nuqtalarni Uyg'urlar siyosiy partiya barliq hamda deb qardim va o'zim yo'q ekan deb qaqshigandan keyin qani sen qilsam olmam degan bu savol uchun men bir partiya qurdim. Ya'ni qurish tashabbusini o'tirib qo'ydim. Endi partiya qurish tashabbusini o'tirib qo'yganda nurg'un kishilar deydi, sen partiyaning rahbarimi deb. Endi men deyman, bugungi dunyoda islom dinida bir din mavjud. Islom dinining bugungi dunyodagi rahbari kim? Yo'q. Qur'on islom dinining rahbari. Unda biz o'zimizning mustaqillik nishonini va o'zimizning Sharq Turkiston Jumhuriyat qurish irodamizni bir nizomnomaga aylantirsak, shuni bizning rahbarimiz qilsak, bizga rahbarning keragi yo'q. Biz shu ideyaga uyushgan iqtidorli kishilarning rahbarlar kollektivini tashkil qilgan vaqtda, joy-joylardagi iqtidorli odamlarning atrofini to'plagan vaqtda kimning qanchalik ish qiladiganligi tabiiy holda o'tirib chiqadi. Biz ana shu halqali kishilardan foydalanib, bir kesakdan bir binoni qo'pirib chiqa olishimiz mumkin. Bu tashkilotning, ya'ni partiyaning tashkiliy qurilmasi va uningki umumiy sxemasi, ya'ni formasi haqida so'zlasak gap uzraydi.
vaqtmi bag'ansir oz qilyapti. Şuna men partiyanın nəhayətli qısqa yığızdan düşündürüşün bir qoyma, şununla söhbətimiz tamam bolsun. Şərq Türkistan Cumhuriyet Partiyasının asas nişanlarından biri müstəqil özlük hoş bolğan, söz erkinliği kapalatga ega bolğan, hamma baravar bolğan Şərq Türkistan Cumhuriyetini qurup chiqish. Yani Şərq Türkistan fuqaraligi vakillik qiladigan sağlam demokratik sistema qurish. Müstəqillik kuruşu ve siyasi faaliyetlerimizni dünyanın sistemasiga uygun şekilde keltirish. Bu bizim partiyanın nişanlarından biri. Keyingi bet görsek, ondan bizning prinsipimiz bek tezde bitip kaldım mı? Ben ko'rdigan qarindoshdan bir ko'rib olsin deb sal to'xtatdim mana. Xo'sh. Bizning asosiy prinsipimiz vatan azodligidan iborat bir nishon asosida barliq fikr o'xshamasligini qayrib qo'yish. Vatanning mustaqilligi uchun iroda keldimi, keldim bo'ldi, boshqa fikrning lozim yo'q, bu gapni hozir deyishgan chaq emas. Agar mening hukm qilingan jazoyim bo'lsa, jinoyatim bo'lsa, meni dariga bostirgan bir jinoyatim bo'lgan bo'lsa, meni shu vatan ozodlik bo'lgandan keyin dariga bostirsan bo'ladi degan bir ko'z qarashni tashabbus qilib men turbatga jiqtab ketdim. Hozir bizning ixtilofni muzokara qilgan vaqtimiz emas. Binoga o'tib ketdi. Günvar sen nima o'tni ichmaysa, aning yaqsin siqqan bilan bo'lmaydi, o'tib yurishga o'zimiz atinishimiz kerak ekan avval. Bizning urushgan vaqtimiz qolmadi hozircha. Şu bu yerda biz umumiy xalq harakati qo'zg'aymiz deyotganmiz. Biz vatanning mustaqilligidan iborat mushu nishonni asos qilib turib, unga taqashmaydigan fikr ixtiloflarni hammani tashlab qo'yish va u gapni faqat muzokara qilmaslik kerak deb qarayman. Chunki uni muzokara qilgan vaqt emas hozir. Ondan xalq harakati orqali va ommaviy safarbarlik orqali Sharq Turkiston mustaqillik talabining ommaviy asosini kafolatiga qilish nihoyat muhim deb qarayman. Biz oldin qatim Sharq Turkiston fuqarosi men deb bir bayonotnoma chiqardim, 100 necha odam taqatgan bo'ldi. Men aslan men buni bir chet ellikka bir raisini sifatida ko'rsatmoqchi edim. 150 ga odam endi chet elda yashayotgan 500 ming deb turli, Yevropada yashayotgan 10 ming deb turli, Facebook 3 ming va 5 ming ishlatuvchi deb turli. Endi mushunda bo'lgan chaqda bu odamdan mustaqillik, men Sharq Turkiston fuqarosi degan gapni ko'krak urib deydigan odamdan bir 1000 va 500 chiqmasa, biz qaysimiz bilan xalqni oldiga berib bizning mustaqilligimizni qo'llanglar deyalaymiz. Endi xalqni qo'llashning gapi bo'lsa, o'z kuchingga tayansang olmamdi deyish mumkin. Bizdek millatning taqdiri o'z kuchiga tayanib bo'lmaydi. Dunyoning tarixidan tortib cho'ng davlatlar kichik davlatning chegarasini sizdi va shularning mavjudligiga yo'l qo'ysa, ruxsat qilsa, ular mustaqil bo'la oladi. Bo'lmasa ular mustaqil bo'la olmaydi. Ana ait ochiq reallik bu. Ammo e'tirof qilmay amalimiz yo'q. Shu bizni cho'ng davlatlar, ma davlat, ma millat mustaqil bo'lib yashashimiz barkan, bo'pti, yashsin, ma'ni yashashi, mustaqil bo'lishi bizning strategiyamizga uyg'un ekan deb qolsa, hem shundoq deydigan majburiyatda ularchi. Xitoyni parcha etish butkul dunyodagi Amerikani o'ziga olgan cho'ng kuchlarning qimmiz bo'lmaydigan bir tartib qolgan bir kunda yashayapmiz biz. Şonlaşqa men biz tamamen boshqalarning qo'llashiga erisha olamiz deb qarayman. Gap bizning o'z ra'yimizning to'g'ri sistemini tartibli shaklda o'tirib qo'ya olishimizda. Shon men bu yerdagi eng xalqlik masala bo'lgan munosabatni emas, safani, fidokorlikni asos qilgan bir yadrolik qo'shin tashkillash bizning asosiyatimiz deb qarayman. Men mushu tashabbusim bilan Surgun hukumatga o'tgan yil kirmak turib iltimos qildim. Ahmadjonning vaqtida u. Ahmadjon mening bu planlarimdan biroq bir xabari bor. Endi o chaqda biz gapni bak baldir deb ketsak, birinchidan mintaqa partiyani qurib atrofimga bir o'zimga agash kuchi yetishtirgudek darajada bir ko'lam hozirlanmadim. Tavaqqa o'tiribdi, qanday qilamiz? 2-3 slide qoldi. Ha. O'zbekisek nima qoladi? Mushlar bir yadro qo'shin tashkillashni tashabbus qildim. Shu munosabat bilan o'tirib tushdim, ammo erishgan javobim bu Najmiddin xatarlarga qilib turib ishni isbot qiladigan aytdi, bu qat'iy hukumat kirib qolmasin deb. Hatta men meni tunuydigan odamlarning hukumatga kirib qolishini oldinish uchun maxsus surgun hukumatga chet elga chiqariq olchi bo'lmagan odam hukumatga kirib bo'lmaydi degan bir nizomnomani qo'shib qo'ydi-chi bular. Balkim buningdan xabaringiz bor. Biz Qurash afandim bilan ba'zi bir gaplarni deyishdik va bizning qanday odam saylam qatnash bo'ladi degan tema haqida oldin saylam chaqirig'ida o'tirib chiqardik. Ammo buning aksicha bizning surgun hukumatga peshqadam rahbarlarimiz bayatın bir savol tushib qoldi, bu savolga javob berib o'tay. Sening G'ulom Osmon bilan nima da'vating bor, nima G'ulom Osmon seni hukumat kirdirmaydi degan bir savol tushibdi. Mening javobim shu, G'ulomjon bilan bizning hech qanday ideya o'xshamasligimiz yo'q. 100% ideyamiz o'xshaydi, faqat ish qilish usulimiz o'xshamaydi. Men ishni sistemalik, tartiblik, demokratik, ommaviy asosga ega shaklda olib berish kerak deb qarayman. Ya'ni men G'ulomjonning fikriga o'xshash, G'ulomjon hozir deyotdi, parlamentning gruppasini amaldan qoldirib o'tinglar, kurashning gruppasidan chiqib ketinglar, mening gruppamga kelinglar, birlik hukumat va mening deganim hisob qog'lan
bitanlar devatida men o'qiliq xizmat usulini to'g'ri emas deb qarayman. Men hukumatda, parlamentda o'qitishlarni bo'lish kerak. Parlamentdagi a'zolarni g'ulomkam tasdiqlab kirgizsa emas, g'ulomkamga qarshi turadigan odamlarni parlamentda bo'lishi, ministrliklar bo'lishi va o'z iqtidorini joriy qiladigan bir imkoniyatga ega bo'lish kerak. Mana shu chog'da biz o'zimizni ishga bosira olamiz deb qarayman. Bu shunga deb qo'ydiganim, bayatın savol so'ragan qarindoshimizga mening g'ulomkam bilan ideya o'xshamasligimiz yo'q. Tamoman qo'llayman g'ulomkam bilan ideya o'xshagan nurg'un jihatlarda. Ammo g'ulomkamning ba'zi bir gumonxo'rlik, masalan hal qilishdagi ifodalash usulidagi qattiqlik va ishni qattiq vosita orqali tor nazarda qurbon berishdan ziyoda ehtiyot qilib ketib turib mangadigan bunday yo'lni men to'g'ri deb qaramayman. Bizning oyg'idek hech nimamiz qolmadi. Yanchig'ida 1 ming so'm puli bor odam yanchig'dan qo'rqliq. Bizning jasusdan qo'rqidaq bir yerimiz yo'q hozir. Jasusga yarg'dak bir ishimizmi yo'q? Jasus kelsin, qaslisin, aralashsin, dadilmamligimiz kerak oldimizga. Sho'ng men bu yerda planimizni Xitoy bilsin, nima qilsin. Hozir balkim gumantim nurga odam kiryotgan bo'lsa, shunday magnum deyotganda deb. Bu ayayga ish emas. Mustaqillik nishonimizni biz yanchiq qilib qo'ygan narsa emas bu. Zaten vatanda nurg'un tashkilotlar maqsadda o'tirib chiqdi. Bu Xitoyning ayab o'tirib qo'yib qo'ygan masala emas. Buni dadil o'tirib qo'ymak lozim, dadil birlashmak lozim. Xitoy qo'lidan kelganini qilsin, bizmi qo'lidan kelganini qilmog'imiz lozim. Xitoy o'ltirdi, bizmi mustaqil bo'lish nishonimizni voz kechmaymiz. Xitoy o'ltirib baqdim bo'pti. Biz voz kechmaymiz bundan. Daryo qilimiz aqtim bu nima degan sharaf. Qizlarimizni Xitoy vaygirimizni sharaf bir kunda ko'ramiz biz. Vaqtimiz bek oz qoldi. Bo'ldi, gapni mushada to'xtatayli. Partiyaning qolgan umum nishoni qatorliq masalalar haqida biz yana bir suhbat qilaylik, chunki bu masala emas. Suhbatni qayta qilsak bo'ladi deb qarayman. Jiddiy suhbatlar, jiddiy muzokaralar, telefonlar kelmagan bo'lsa hozir telefonni uzayli. Qo'shimcha savollar keldi Tibetlar bilan selektiv xarakterdagi ba'zan masalalar haqida. Ammo haqiqatan vaqt qistab qoldi. Biz bugun sizlar tunji qatam xalqimizning orasida ochiq oshkora shaklda bir uchirish, ya'ni kelish so'z hisobida bir program qilgan bo'ldik. Va partiya haqidagi izohatlarni biz uchun balkim chet eldagi nurg'un qarindoshlarimiz uchun bir yangicha bir uslub bu, yangicha bir fikr. Bu vaqtda yana oldimizda tekrar bir qancha program qilaylik, xalqimizning savollarini shu chog'da javoblaylik. Bo'ladi inshaalloh. Unda ko'p rahmat sizga. Tutgan ro'zingiz maqbul bo'lsin. Ma'qul. Mashada uzatdim. Men bu gapni uzatmadim. Savolni so'ramadim. Yana bir qatimliq programmamizda ko'rishaylik. Yaxshi o'rnashtirmay qatnashdim. Ma'qul. Aziz qarindoshlar, bugungi programmani musha qadar qildik. Alloh nasib qilsa, bu mazmunning davomini, uning aloqador savollaringizni kelar qatimliq suhbatimizda sizlarga taqdim qilishda fursat bo'lib qolsa inshaalloh taqdim qilishni istaymiz. Amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelayotgan Ramazon bayrami muborak bo'lsin. Tutqaringiz maqbul bo'lsin. Assalomu alaykum.